Biz klubimizni nega qiymat deb nomladik? Biz bu yerda faqat bir pul haqida gaplashmoqchi emasmiz. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan shaxsiy rivojlanish qoida kitoblar, iqtisodiy va biznes mavzusidagi kitoblarni muhokama qilib, qiymat birinchi navbatda fikrda, g'oyada ekanligini tushuntirish va bu yerga kelgan har bir inson qandaydir bir qiymatga ega bo'lsa, qanaqadir bir o'zini fikrlarida o'zgarishlar bo'lsin va shunga bir bizni ham qanaqadir ma'noda hissamiz qo'shilsin degan ma'noda shu nomni tanladik va birinchi uchrashuvimizga Najot ta'lim o'quv markazi asoschisi va rahbari do'stimiz Temurbek Atxonov taklif qildik. Temurbek, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Temur aka, hurmatli mehmonlar, akalar, ustozlar. Rahmat kattajon, bugungi taklif uchun Temur aka, ixtiyoriy majburiy sizga yo'q deya olmasdim. O'zi bundan 2 haftacha avval Jamoliddin aka bilan suhbatda shunaqa narsa tashkil qildik. Temur aka sizni chaqirishmoqchi deyishdi. Unda aniq borar ekanman dedim. Keyin so'rashdi, nimaga deyishdi. Agar akaga yo'q desam, aka aniq mendan xafa bo'ladi dedim. Hazil albatta men juda qamarni yaxshi ko'raman. Har doim qo'lma kelgancha qo'llab-quvvatlashni istayman va men yoshlar bilan uchrashuv meni o'zim eng yaxshi ko'rgan ishlardan biri. Qisqagina o'zim hamda loyihalarim haqida gapirsam, bizda asosan yoshlar ishlaydi. Ya'ni siz kabi yoshlar, bizdagi o'rtacha yosh, loyihalarimizdagi o'rtacha yosh, turli hammasida barchasida har xil, lekin 22 yoshdan 25 yoshgacha tashkil qiladi. Eng birinchi boshlagan loyihamiz bu Najot ta'lim o'quv markazi. Hozir O'zbekiston bo'ylab jami 6 ta filiali bor. Bu Toshkent shahrida 3 ta, keyin Farg'onada, Samarqandda hamda Xorazmda. Undan keyin Rockbit nomli loyihamiz bor. Bu 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga robototexnika va IT o'rgatishga ixtisoslashgan. Hozir O'zbekiston bo'yicha jami 12 ta filiali bor. Buxoro viloyati, Jizzax viloyati hamda Toshkent viloyatidan boshqa hamma joyda bor. Keyin Lola Animation nomli loyihamiz bu film ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. O'zbekiston tarixidagi ilk to'liq metrajli multfilmni ham aynan Lola Animation ishlab chiqargan. Xudo xolasa bolalar kuniga multfilm turli televideniyalardan qo'yish reja qilinyapti va Najot ta'lim maktabi bu Namangan shahrida joylashgan Edfix onlayn ta'lim platformasi. Ko'pchilik bular hammasini eshitmagan bo'lishi mumkin, lekin alohida mavzu yoki osmondagi bolalar nomli loyihani eshitgansizlar. Albatta bularning barchasi Allohning fazli bilan va bundan 1 yil avval kursdagi ma'ruza qilib aynan shu yagona narsa kitobini tahlil qilib berganda nimani to'g'ri qilganmiz va aslida nimani noto'g'ri qilganligimizni yana bir bor tushunganman. Aynan mana shu kitob haqida gap ketyapti hozir. Bu kitobda kursdagi ma'ruza qilibni yopiq kanallari bor, premium kanallari. Kimdir obuna bo'lganmi shu kanalga? Ichimizda bormi? 1% bo'limda eslasangiz 1 yil oldin shu kitob gapirib berishgan. Birma-bir boshidan oxirigacha kitobda audio shaklda xulosalar bilan gapirib bergan kursdagi. Hali o'zbek tilida yo'q edi, shunda kursdagi aytgan gapi bor. Albatta bu kitob o'zbek tiliga tarjima qilinishi kerak, ko'rilishi kerak deb aytishgan edi. O'tgan safar bizda shu kitob taqdimoti bo'lganda o'zlari kelisha olmadi. Men kursdagiga alohida rahmat aytaman hamda shu kitobni o'zbek tiliga o'girgan Inson nashriyotiga hamda Shahzod akamizga alohida rahmat. Chunki bugun shu kitob orqali biz ko'p narsani o'rganishimiz mumkin. Bulardan biri hamma o'ziga savol berib ko'rish mumkin bemalol. Men shu kitobda audiosini eshitganimda o'zimga savol berganman va kursdagi ham xuddi shunaqa savol tarzida suhbatda boshlaydi. Ya'ni agar bugun bir dona ish qilishingiz kerak bo'lsa, tasavvur qiling, o'sha ish nima bo'lardi? Juda ham ko'p ishlar bor. Biz ko'pincha bu narsani menejmentda umuman zarardan ozini olish deb aytamiz. Ishlar haqiqatan har doim va bu kitobdan keyin albatta yana bir kitob o'qish kerak. Samaradorlikning 21 yo'li nomli kitob ham bor. Bu kitobdan keyin o'qishga kitob, unda o'sha samaradorlik haqida yaxshi insightlar beriladi. Xo'p, agar bir dona ishingiz bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz? Shuni har doim o'ylab ko'rish kerak va o'sha ish sizga, ya'ni 20% ish 80% natijani bersa. Va agar o'sha 20% ichida ham eng asosiy 20% nima edi? Kitob asosan shu haqida. Agar men hozir mana sizlar o'tiribsizlar, ichimizda ko'proq yoshlar ekan, birinchi o'rinda aytgan bo'lardimki, eng boshidan aniq aytaman, bugun agar qilishingiz kerak bo'lgan ish bo'lsa, siz ingliz tilini bilsangiz, albatta AI bilan ishlashni o'rganing. Chin dildan tavsiya. Istalgan odamga bu mukammal hammaga tushaveradi. Siz deylik jurnalistmisiz,
blogermisiz, tadbirkormisiz, noshirmisiz, investormisiz, talabamisiz, kimga bo'lishidan qat'iy nazar agar bitta ishingiz bo'lsa nima bo'lardi shu deyilsa, qilishingiz kerak bo'lgan muhim ishlardan biri bu prompt engineeringni o'rganish bo'lardi. Tasavvur qiling, avvallari oddiy misollar bilan boshlayman suhbatimni. Istalgan bir startap tayyorlash uchun butun bir jamoa, butun bir IT komanda, g'oya hammasi bo'lgan. Hammamizda g'oya bor. Kimda masalan menda g'oya bo'lsa, men dasturchining oldiga borardim, g'oyamni aytib berardim. Undan oldin produkt menejerga aytardim, produkt menejer dizaynerga aytardi. Keyin dizayn chizib bo'lgandan keyin dev team deylardi. Front-endchi, back-endchi, mobile, DevOps hamma o'tirardi-da, keyin biz g'oyani tushuntirib berardik. Va endi u narsa 1 oyda, 2 oyda, 3 oyda agar dasturchilar yomonroqga tushib qolsangiz, yillar cho'zilib ketaverardi loyiha. Endi shu narsani bitta odamning o'zi g'oyasini AI ga aytish orqali startap qurish mumkin. Va meni ko'z oldimda aynan o'sha loyihalar ko'tarilyapti. 4 ta 5 ta. Ularda bir dona yutug'i bor. Ular zamonga juda tez moslasha oldi va diqqatini jamlab bir narsa ustida aniq o'tira oldi. Bu AI edi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar albatta AI ni o'rganish eng muhim fazilat deb hisoblagan bo'lardim. Xo'p. Endi bu kitobdan o'zimni olgan xulosalarim va shaxsan o'zimizda kitobda eshitgan paytimda nimalarni to'g'rilaganimni haqida biroz aytib beraman. Ya'ni bu kitob kamroq ish qilib, ko'proq natijaga qanday erishish mumkinligi haqida. Chunki qiladigan ishimiz juda ko'p. Hayotda ham, ishda ham, oila masalalarida ham hammasida aniq ko'proq bo'ladi. Ya'ni muhim va nomuhim narsalarni ajratib olish kerak, to'g'rimi? Ajratish va hammasiga ulgurmaydigan bir paytimizda kamroq ish qilib, qanday qilib ko'proq natijaga erishsak bo'ladi. Masalan, oddiy aytaman, diyetologlarda har doim aytadigan bir gap bor. Hech narsa qila olmasang ham bitta narsani aniq qil deydi. Bu piyoda yurish. Har doim istalgan soha mutaxassisi har doim piyoda yur deb aytadi. Yugur demaydi. Yoki deydi ovqatdan o'zing chekladimi? Haqiqiy professional ratsion bo'yicha yashashga tavsiya qilayotgan odam borki, aytadiki, piyoda yur deydi. Har doim aytiladigan bitta ish deydi, bu piyoda yurish deydi. Biznesda ham eng muhim qoidalardan biri deydi, moliyani tushun deydi. Tushunyapsizmi? Endi bu doim biznesda turli jarayonlar o'zgarib boradi. Masalan, men juda ko'p sinab ko'rganman. Men 8 yillik tadbirkorlik davrida ham qaysiga fokus qilsangiz o'sha joy zo'r yuradi. Rostdan shunaqa. Mana hozir Jamoldan aka tadbirkor, qo'rqmasdan aytish mumkin, nimaga fokus qilsangiz o'sha joy zo'r yurib keladi. E'tibor bering, har doim shunaqa bo'lgan. Avvallari o'ylayman, bizda masalan hujra uslubi deyiladi-ku. Diniy ta'limda rostdan fokus mana shu ta'lim tizim bo'yicha o'qigan ekanmiz Shahzod aka. Ya'ni avvallari qanaqa bo'lgan, bitta kitob tugatilgan, keyin undan keyingi kitobga o'tilgan. Hozirgi universitet tizimlari boshqa, bir paytda o'zida hamma narsa, ya'ni multitasking uslubi. Buni muallif ya'ni noto'g'ri narsa, bu isbotlanmagan, ilmiy tasdig'i yo'q va teskarisiga ilmiy tasdig'i bor. Ya'ni multitasking odamni qiyinlashtirishi bo'yicha ilmiy tasdig'i borligi haqida aytadi. Nisbatan tibbiyot oliygohlarida shu narsa bor, siz aytgan narsa, ya'ni masalan bir 6 oy ma'lum yo'nalishlar bo'yicha masalan nevropatolog, keyinchalik travmatologda o'qiydi, lekin qolgan joylar rostdan masalan biz jurnalistikada ham o'qigan paytimizda bitta semestr o'zida 24 ta fan o'tganimizda o'zi zachotkada 20 ta bo'ladi-ku, tagiga skotchlab qog'ozga yopishtirilgan qolgan fanlar sig'ishi uchun. Gohida rostdan ham haddan tashqari kerak emas narsalarimiz ko'payib ketib qoladi. Hop. Odam o'zi nimaga ixlos qilsa, shundan yaxshiroq xulosa olishi mumkin. Kitob haqida izlanib ko'rganimda, bu New York Times bo'yicha bestseller bo'lgan, birinchi o'rinda bo'lgan. Hozir Wall Street jurnalida ham bestseller bo'lganligi qo'shimcha qilinibdi va dunyoda 10 million nusxadan ortiq sotilgan. Bu o'sha sotuvlarda o'zi. Endi domino effekti haqida gaplashamiz, balki Instagramda, YouTube'da, turli tarmoqlarda siz bir kontent ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Kichkinagina bir narsa o'zidan ulkan, juda ham katta bo'lgan narsalarni navbatdan borib yiqitganligi haqida. Ko'rganlarmi ichimizda? Ya'ni o'zi juda kichkina 1,5 santimetrlik narsa nechidir darajada ya'ni tog'ga aylanishi mumkinligi aytilgan. Mana bu yerda misol qilib keltirilyapti domino effektini. Bitta kichkina domino 1,5 barobargacha kattaroq dominoni yiqitishi mumkin. 1 santimetrlik dominodan boshlasak 57-domino ulkan tog'ga teng. 62-domino oy va yer o'rtasidagi masofani qoplaydi deb aytishgan. Hayotda ham xuddi shunaqa. To'g'ri bitta ish boshqa barcha ishlarni osonlashtiradi yoki keraksiz qiladi. To'g'ri bir dona ish. Ba'zi odamlarda aytamiz, o'z vaqtida to'g'ri joyda bo'lib qolgan deymiz-ku. Aslida shunchaki ular fokusini nimagadir qaratgan va o'sha
qilgan ishi keyinchalik foyda berganligini tushunib yetadi. Ba'zi holatlar xuddi shunaqa. Masalan, o'ylayman, biznes egalarida bir qoida bor. Qaysidir o'rinda ular nishani ko'ra oladi. Nishani ko'ra oladi va bu ham juda kuchli tushunchalardan biri. Shu o'rinda yana bitta tavsiyam, agar siz tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki tadbirkorlik qilib qaysidir etapda o'solmayotgan bo'lsangiz yoki fail bo'lgan bo'lsa, yana bir kitob tavsiya qilaman. Bu Maqsad nomli kitob. Asaxiy tarafidan chiqarilgan, lekin juda umuman biznesmenlar ichida juda mashhur kitob hisoblanadi. Bu yangi maqsad topish, yangi nisha topish, ya'ni qiyinchilikdan keyingi holatda qayerga fokus qaratish haqidagi yaxshi kitoblardan biri. Hop, kitob muallif 3 ta eng asosiy katta yolg'on haqida gapiradi. Bu birinchisi, hamma narsa muhim. Agar kimdir ClickUp yoki To-do list ishlatsa, o'zi uchun tasklar yozgan bo'ladi va hammasiga ulgurishi kerakligi haqida aytilgan bo'ladi tasklarda yoki hammasini bajarish kerak. Ishda ham bo'ladi, boshqa joyda ham va muhim narsa iloji boricha o'sha siz eng muhim 20% ni bajaringki, u 80% natijani bersin. Hammasini ulgurmay qolgan paytingizda, masalan, universitetda o'qiysiz. Ichimizda universitetda o'qiganlar bormi? Qo'yib ketasizmi? Eng asosiy faningiz nima? Siz bilasiz, 10 ta fan bor yoki 15 ta fan bor. Eng asosiy faningiz nima? Agar shuni o'qimasangiz, universitetga kirganingiz ham kerak emas bo'lgan fanda o'qing. Va undan agar mabodo bo'shagan taqdiringizda boshqa fanlarda o'qish tavsiya qilinadi. Ya'ni fokus jihatida. Biznes ham xuddi shunaqa. Biz qayerda og'riq bo'lsa, o'sha joyga kiramiz. Masalan, o'zim marketingga kirgan paytim o'zim sezaman, marketing ancha rivojlanadi. Yoki moliyaga qaragan paytingizda moliya har doim rivojlanadi. Istesam yoki yo'qmi, fokus haqiqatdan eng katta foydalardan biri. Ikkinchisi bu multitasking. Ya'ni doim aytiladi bizga multitasking ishlashligi haqida yoki o'sha multitasking bo'yicha foydalari haqida ilm-fan isbotlagan, inson miyasi haqiqiy multitaskingga qodir emas. Biz vazifalar orasida tez-tez o'tamiz. Har almashishda vaqt va energiya yo'qotiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, multitasking samaradorlikni 40% ga kamaytiradi va insonning miyasini ishlashini vaqtincha pasaytiradi. Va bizning fokusimizni eng katta muammolardan biri bu ijtimoiy tarmoqlar hamda Telegram deb o'ylayman. Iloji boricha agar ichimizda talabalar bo'lsa, men aytgan bo'lardimki, Instagram sizga umuman kerak emas. Men juda ko'p joyda bu gapni aytyapman, yana aytaman. Nima uchun kerak emas deyilganda juda ko'p fokusingizni olib qo'yadi. E'tibor bering, shunday kirasiz, agar mabodo chiqib ketganingizdan keyin qarasangiz, oradan 2 soat o'tgan bo'ladi. Viloyatlarga borib talabalar bilan gaplashsam, Temurga ayniqsa o'zimiz Najot ta'limdagi bolalar bilan gaplashyapman. Farg'onada masalan suhbatimiz, necha soat ishlatasiz Instagramdan desam, oz deb aytyapti. Qancha shu oz desam, 2 soat deydi. Keyin men o'zimizni yigitlardan so'rayapman, nimaga 2 soat kam deyishyapti desam, chunki bu bolaning sheriklari, tashqaridagi yigitlar 4 soat, 5 soat foydalanadi va buni juda normal qabul qiladi jamiyat. Deb aytyapti. Va bizda yoshlar eng ko'p yashaydigan auditoriya hisoblanamiz umuman jamiyat sifatida. Avvalroq 2 yil oldin eshitgan bir ma'lumotim bor edi, o'tgan yil edi to'g'rirog'i. Shaxsan Turkiya Instagramdan ko'p foydalanish bo'yicha, soati bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turar ekan. Hozir biz nechinchi o'rinda turamiz bilmayman, lekin bizda ham foydalanish soati rostdan ham ko'p. Va biz asosan u yerda auditoriyamiz, ya'ni qanaqa faqat ma'lumot, kontent qabul qilamiz. Iloji boricha men talabalardan, ayni bir paytda rivojlanayotgan odamlardan birinchi o'rinda Instagramda o'zini o'chirib olish tavsiya qilgan bo'lardim. To'g'ri, tadbirkor bo'lsangiz, boshqa bo'lsa biroz kerakdir, lekin yoki ish jarayoningiz aynan shunga oid bo'lsa kerakdir. Lekin boshqa o'rinda shart emas. Faqat fokus bo'ladi. Faqatgina. Ma'lumot olmoqchimisiz yoki haftada bir marta siz ham eng asosiy narsalar ko'rsatib beradi. Yoki Telegram orqali ham o'sha ma'lumotlarni bemalol bilish mumkin. Va o'zim bu yerda iroda haqida ham biroz aytilgan. Doim o'zimda ham shaxsan o'ylardimki, insonda o'sha intizomi yoki irodasi cheksiz, ya'ni doim xuddi shunaqa bo'ladi deb o'ylardim. Lekin insonda turli holatlar bo'ladi. Bir bahor, bir kuz bo'lganday ruhiyatiga pasayish bo'ladi yoki yoshini keyinchalik o'tishi bo'ladi va navqironlik davri hammasi bu vaqtinchalik narsa ekan. Hadis borki, 5 narsa kelmasdan oldin 5 narsaning qadriga yet deb. Eng muhim narsalardan biri sog'liqlik,
endi inson ko'rib o'ylaydiki, bu vaqtincha. Ya'ni inson baribir pasayadi. Har doim bir cho'qqiga chiqarkansiz, siz baribir o'sha cho'qqidan pastga tushasiz. Shaxsan o'sha cho'qqiga chiqqandan keyin tushish insonga ba'zida og'ir bo'lishi mumkin. Lekin odam shunga tayyor turish kerak. Siz baribir tepaga chiqdingizmi, yana tushasiz. Shunga ruhan tayyor bo'la oling. Ya'ni iroda insonda bardavom va har doim bo'lgan narsa emas. Qachondir tepaga eng yuqori cho'qqiga chiqadi, masalan, kimdandir suhbatlashasiz, gaplashasiz, kuchga to'lasiz, yana qaysidir ruhiy holati sizga qiyinchilik olib keladi. Bu ham aytganki, ya'ni iroda cheksiz resurs emasligini kitob eslatadi. Xo'p, kitob tavsiya qilgan usullardan yana biri bu ertalabki vaqt. Ertalabki vaqt, ya'ni iloji boricha iroda eng kuchli paytida, insonning fokusi bo'lgan paytida insonni o'zi uchun ajratishdi. Iloji boricha uchrashuvlar qo'ygandan ko'ra nima qilib shaxsiy rivojlanish mumkin, nima qilib ilm olish mumkin yoki fokusini jamlash mumkin, aynan shu narsalarga ertalabki 4 soatda bo'lishlikni tavsiya qiladi. Shaxsan shu kitobni o'qiganimdan keyin o'zim ko'p mitinglarda iloji boricha ertalabga qo'yardim. Men obeddan keyinga surishga harakat qilganman. Iloji boricha bizda mitinglar, boshqa narsalar ertalab bo'lardi. Men o'zim obeddan keyinga surib qo'yganman. O'zimga olgan eng katta xulosam ham shu bo'lgan kitobda. Chunki ba'zi narsalarni aytganimdek to'g'ri qilar ekanman, noto'g'ri qilar ekanman deb olib, demak, iloji boricha o'zimiz uchun, rivojlanishlik uchun yoki bitta ishni amalga oshirib o'rganishlik uchun sarflashga harakat qilaman. Hozir shaxsan o'zim faqat planshet ishlatardim. Oxirgi 3 yildan beri faqat planshet ishlatardim, chunki raqamlarni ko'rib turish yoki xulosalar ko'rishga ishlatardim. AI'da o'rganish boshlaganimdan keyin notebook sotib oldim. Iloji boricha hozir ishxonamga kelib, birinchi o'rinda notebookni ochib, clouddan AI'da o'rganyapman. Savol bo'lishi mumkin, o'zidan ham o'rganish mumkin, hatto o'zidan ham o'rganish mumkin. O'zida cloud ichimizda cloudni professional darajada ishlatganlar bor, $200 tarifda. $20 tarifda ishlatadiganlar bormi cloudni? Yaxshi, bir kishi bor ekan. Eng kamida premium versiyasini sotib olishni tavsiya qilaman va cloudda learning degan funksiya bor. O'rganish degan. Masalan, kirasiz. O'zingiz darsxonada nimani tasavvur qiling. Men moliyani o'rganmoqchiman deysizda, moliyaga oid bor bilimingizni aytasiz. Bo'ldi, sizga u ustoz bo'lib beradi. Sizga savol berishni boshlaydi. Bilasanmi, mana bu nima bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Bittasini o'rgatadi-da, xuddi ustoz roliga kirib, agar o'zingizdagi kamchiliklar bo'lsa, shuni aytib qo'yishingiz kerak unga. Ya'ni menda bunaqa kamchilik bor, seni aldashim mumkin bunaqa qilib yoki o'qimasdan gapirib berishim mumkin. U sizga moslashadi-da, sizga o'rgatishni boshlaydi. Bugun senga 2 soat vaqt ajrata olaman, siz 2 soat o'rgatadi. Nima mavzuni o'rganmoqchisiz, nimani bilmoqchisiz? Tasavvur qiling, dunyoda shu vaqtgacha yig'ilgan barcha ma'lumotlarni yig'gan dastur oldingizda turibdi. Va avvallari bilasizmi, biz ma'lumotlar yodlab qolardik. Hozir kim telefon raqami bo'yicha 5 tadan oshiq telefon raqamini yoddan biladi? 5 tadan oshiq. 2 kishi ekan. Shaxsan o'zim eng favqulodda holatlar shunda bu 2 ta raqam bilsam kerak. Shu bittasi Najottanamda raqamida. Va o'zimga telefonimda pul tushirishim kerak-da. Boshqa hammani saqlab qo'yganman-da, masalan, pul tushiradigan raqamlarni ham, boshqani ham. Najottanimga ham atayin osonroq raqam olganman. Temurbek 2 yil oldin bitta futbolchi qamaldi-da, qamalgandan keyin bitta qo'ng'iroqqa imkoniyat berishgan unga va hech qaysi raqamni eslolmagan. Oldiga endi o'sha militsiya xonadagi telefon qo'yishganda, mana telefon qildisa, biror bir raqam esda yo'q. Aksarimiz hozir shunaqa holatga tushib qoldik. Men favqulodda holat uchun 2 ta raqam bilaman ekan. Endi nega bu gapni aytyapman? Chunki insonlar kontakt saqlash paydo bo'lgandan keyin eslab qolishimiz uchun muhim deb hisoblanmagan. Endi dunyo shunaqa o'zgaryaptiki, insonlar nimaga ijtimoiy tarmoqlarga oid muammoga o'zi uchraldi deyilganda, jamiyat bunga tayyor emas. Ya'ni qanaqa? Avval bu muammo bilan dunyo yuzlashmagan. Shuning uchun endi hozir nima qilyapti? Demokratik davlatlar ham, umuman taqiqni yomon ko'radigan mamlakatlar ham aytayaptiki, biz 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga Instagram ijtimoiy tarmoq cheklaymiz. Hozir adashmasam bu Ispaniyada, Avstraliyada, yana 2-3 davlatda rasman e'lon qilindi. Rasman kuchga kirdi bu qonun. Iloji yo'q, biz bo'ldi, cheklaymiz, chunki bolaga ta'sir o'tkazilyapti degan gap aytilyapti. Vaholanki biz shu narsa bo'yicha ta'limdagi odamlar lekin shuni avvalroq sezar ekan. Biz 2 yil oldin Azzaki Rahimov bilan gadjetlar bo'yicha suhbatlashganmiz va shunda ijtimoiy tarmoq hamda telefonni 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga cheklash kerak ekan deb aytgandik.
Mana hozir shuni aniq yuzini ko'rsatilyaptiki, bu to'g'ri qaror bo'lgan. Xo'p, AI bo'yicha aytayotgan edim, ya'ni 4 soat eng muhim narsaga sarflash bo'yicha hozir agar shaxsan o'zim ham xuddi shu narsani qilyapman. Har doim mana so'mkam bor, so'mkamdan MacBook'im doim oldimda yuradi. Iloji boricha nimaga o'rganishlik uchun. Agar tinch joyda borib qoldim, shunday ochyapman, nimani o'rganmoqchiman? Tasavvur qiling, dunyodagi istalgan bir ma'lumot o'zimning tilimda bor. Hatto til bilmasam ham endi meni qiynamaydi. Istalgan ma'lumot bor, faqat to'g'ri o'rganish ko'rikmasi bo'lsa bo'ldi menda. Va bu meni MacBook notebookimda bo'ldi. Ya'ni $20 tarifda o'zi ham yetadi. $200 tarif agar siz koding bilan shug'ullanamansiz. Dunyodagi eng zo'r startap g'oya bormi? Bir oyda qilib qo'ysiz bo'ladi. Hatto dasturchilar jamoasi ham kerak emas. Koding bo'yicha mantiqiy fikrlash bo'lsa bo'ldi. Ya'ni fundamental bilimlar kerak lekin. Koding bo'yicha fundamental bilimlar bo'lmasa edit qila olmaysiz. Yozdira olasiz, lekin edit qildira olmaysiz. Va buning uchun ham tavsiya qilaman, agar kodingga qiziqsangiz, hozir Vibe Coding chiqqan. Vibe Codingni o'rganishni tavsiya qilaman. Vibe Codingda tabiiy ravishda sizga fundamental koding asoslarini o'rgatib turib, AI bilan qanday ishlashni o'rgatishadi. Xo'p, kitob tavsiya qilgan ishlardan yana biri haftada 1 kun strategik vaqt ajratish. Ya'ni qanaqa? O'zi qaysi tarafga qarab ketyapman, to'g'ri qilyapmanmi yoki yo'qmi deb inson tafakkur uchun alohida vaqt ajratishligini tavsiya qiladi. Aytib o'tganimdek, yana bitta kunlik 4 soat qoidasi, ya'ni kuniga ertalab boshqa hamma narsa boshlanmasdan avval 4 soatni insonni rivojlanish uchun ajratish va yana haftani oxirida planlashtirish uchun ham alohida vaqt ajratish tavsiya qilinadi kitobda. Ya'ni planlashtirish deganda hayotingizni, vaqtlaringizni qaysi tarafga qarab ketyapti, nimalar qildim o'zi degan ma'noda yoki keyingi haftani rejalashtirish. Bu xatolarni yo'lga qo'ydim, keyingi hafta bu xatolarni qilmayman yoki mana bu ishlarga ko'proq fokus qarataman degan ma'noda planlashtirish. Misol keltirilgan, Warren Buffett har kuni o'qishga 80% vaqt ajratadi. Bill Gates yiliga 2 marta haftalik tushunish vaqtini o'tkazadi. U hech yiliga 2 marta haftalik dam olish o'tkazadi. Hech kim bilan gaplashmay, faqat o'qib o'ylaydi. Elon Musk kunini 5 daqiqalik bloklarga qo'yadi va faqat birinchi blok eng muhim masalalarga bag'ishlanadi. Umumiy kitobda asosiy xulosasi shundan iboratki, kitob kamroq qil, lekin to'g'risini qil degan g'oya ustiga qurilgan. Ya'ni kamroq qil, to'g'risini qil. Chunki vaqt, umr bu qisqa, hamma narsaga baribir ulgurmaysan. Iloji boricha kam ish qil, lekin o'sha narsa eng to'g'risi bo'lsin. Istalgan bir sohada misol keltirish mumkin. Masalan, marketingdan misol keltirilsa, marketingda ham qilinish mumkin bo'lgan ish juda ham ko'p, lekin hech qaysini qilmasa ham bittasi aniq qilinish kerak. Bu nima desa, bu content marketing bo'ladi har doim. Target emas, boshqa narsa emas. Ya'ni ishlab turgan brendga eng kamida hammani bo'shatib yuborilsa ham, siz content marketing doim yuritish kerak bo'ladi. Insonning o'zida ham hech narsani qilmasa ham albatta bitta narsani nima qilish kerak desa, bu o'rganish. Va o'rganishdagi eng muhim hozirgi 20% nima edi? 20% ichidagi o'rganishda eng muhim narsa nima deydi deganda men AI deb aytaman. Chunki bu zamonda juda tez o'zgartirib yuborgan narsa, faqat shunchaki biz yeta olmayapmiz. Misol keltiraman hozir. Avvallari istalgan bir kompaniyani kuzatsangiz, Apple yilda 2 marta taqdimot o'tkazardi. Bir marta o'sha telefonlar chiqaradi, ikkinchisi notebooklarda. Samsung esassiz shikolatlar nomi bilan har xil ilovalarda tayyorlardi. Masalan, Android nechi, Android bu deb. Bu ham yilda 2 marta bo'lardi. AI zamonida shunaqa juda jadalli bilan ketyaptiki, har kuni nimadir yangilik chiqadi. Va har kuni va asosiy dunyodagi 3 ta asosiy eng katta o'yinchi bor. Eng katta 3 ta o'yinchi bor. Ular bir-biriga, ya'ni AI ni kimdir boshqarayotgani yo'q. Bizda boshida istalgan bir dunyodagi texnologiya chiqsa, bu bir taraf bitta tomondan boshqarilyapti deb o'ylaganmiz. Yo'q, AI bo'yicha hammaning o'zining alohida komandasi bor va u bitta nazariya bo'yicha ketayotgan yo'q. Hamma o'zi bilgan tomonga qarab ketyapti. Va to'xtovsiz yangiliklar chiqyapti. Masalan, oxirgi chiqqan yangiliklar bu MCP'lar. Kim MCP bo'yicha ichimizda ma'lumotga ega bor? Bir kishi bilyapti. Ya'ni MCP siz boshqa bir dasturni boshqa bir ilovaga integratsiya qilish. Va ular ishlaringizni bajarib beradi. Sizning o'rningizga. Siz buyruq berasiz, deylik, masalan, men Toshkentdan Istanbulga uchmoqchiman. Safarim bunaqa, bu davomida buncha davomida bo'ladi. Sen meni o'rnimga
samolyotdan joy ol, mashina band qil, bunaqa qil, unaqa qil. Endi u tasavvur qiling, u kiradi, kalendaringizga kiradi. Kalendaringizda o'sha kunlar band qiladi. Siz o'rningizga Uzerway saytiga kiradi, siz o'rningizga yana mashina rentakallar booking qilingan saytlar kiradi va hammasini siz o'rningizga bajaradi. Endi MCPlar zo'r tarafi, masalan, kecha ham target bo'yicha MCP chiqqan, siz o'rningizga target bo'yicha kreativ tayyorlaydi. Mana bu targetolog degan kasbni o'ldiraveradi. Qachon? Agar o'sha kasb egasi AI'da o'rganmasa. AI'da o'rganmadingizmi, o'sha kasb, o'sha qilingan AI'dagi funksiya sizni zararingizga ishlaveradi. Bundan keyin shunaqa. Shaxsan o'zimda ham bilaman, HRlar, o'zimiz yaqin kompaniyalarda ham HRlar o'zini kasbi bilan birgalikda AI'dan qay darajada foydalana olayotgani yoki yo'qligini aytib boryapti. Temurbek, shu kitobda meni e'tiborimni tortgan jihatlardan biri intizom haqida bo'ldi-da. Ya'ni intizomga haddan tashqari ko'p e'tibor qaratib bormaslik kerak degan bir g'oya bor. Siz ham endi nisbatan to'g'ri, endi bir temir intizom emas, lekin o'zi bir intizomni yaxshi ko'radigan odam sifatida shu kitobdagi o'sha intizom borasidagi bobni qanaqa qabul qildingiz? Hop, men nima qabul qildim? Ya'ni qanaqa o'zi intizomda har doim ham sen intizomli bo'la olmaysan, baribir hayotingning qaysidir qismida bundan chekinasan degan gap aytilgan. Bu juda nima qabul qildim men bu jihatdan. Nega? Safarga chiqasiz, turli holatlar bo'ladi yoki ruhiy holatlar, turli sabablarga ko'ra intizomingizdan stressmi yoki yo'qmi chekinasiz. Shu jihatdan intizom yoki iroda har doim ham bardavom bo'la olmasligi haqida aytilgan kitobda. Shu qismini aytyapsiz-a? Men juda nima qabul qildim. Ya'ni buni men biroz iroda deb aytib ketgan edim. Lekin bu intizomsiz bo'lishga targ'ib ma'nosida tushunmang. Ya'ni intizomli bo'lishga har doim harakat qilasiz, iloji boricha harakat qilasiz. Qaysidir o'rinda o'zingiz sababchi bo'lmagan holatda intizomdan chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi kitobda yana bir narsaga aytib o'tgan, shu savolni beraman sizga. O'zingiz uchun javob bering, ichingizda albatta. Hayotimda yoki ishimda bitta narsa qilsam, hammasi osonlashib, qolganlari o'z-o'zidan hal bo'lsa, u narsa nima? Javobda yozma yozing deb aytilgan. Va ertalab barcha boshqa narsadan oldin o'sha yozgan narsangizga 30 daqiqa ajrating. Masalan, o'sha nima bo'lardi? Har doim buni qilmasam bo'lmaydi degan narsangiz nima? Kitob muallifi buyuk haqiqatni mujassamlashtiradi, ya'ni jipslashtiradi. Bu nima deyilsa, muvaffaqiyat murakkab emas, u doimo bitta qadam oldinda. O'sha qadamni toping. Ya'ni o'zi aslida muvaffaqiyat u darajada murakkab emas. Haqiqatdan bugun muvaffaqiyatga erishgan odamlarni ko'rsangiz, ular tavakkalchiroq odamlar bo'ladi aslida. Qo'rqmasdan aytishim mumkin, ba'zida biznesda eng qiyin narsa bu tavakkal qilish va ishontirib aytishim mumkin, odam yoshi kattalashgan sari tavakkaldan qo'rqib qolar ekan. Men har doim hozir masalan men yangi biznes ochasanmi desangiz yo'q deb aytaman. Bu men uchun qiyin endi. Va o'tgan yili o'zimga o'zim qo'l qoldimda. Biz o'tgan yili maktab ochdik-da. Maktab ochayotgan paytimizda meni umuman biznesimda, cho'ntagimda umuman pul yo'q. Umuman. Ya'ni rejalashtirilgan pullar bor edi, lekin nol aktiv balansda nol edi-da. Bor pulim faqat biznes o'ziga yetardi. O'sha biz maktabga $300,000 ketdi. $300,000. Akalarimiz qo'llab-quvvatlovi bilan, ya'ni biznesdan kelgan pul bilan qilindi bu narsa. Eng katta yordamni menga o'sha yerda o'tiribdilar, aka Qudratullo aka yordam berishdi, meni qo'llab-quvvatlab o'sha payt. Alohida rahmat aytaman u kishiga. Endi hozir yosh o'tgan sari tavakkalchilik kamayarkan deganim, hozir menga ko'proq boshqa narsa lazzat beryapti. Bu nima deyilganda, angel investorlik. Angel investorlik deyilganda, tasavvur qiling, biz startap egasi bor, haqiqatdan g'oyasini yaxshi ko'radi, shu narsa uchun qiziq. Investorlarda minus tarafi, ya'ni qanaqa bizda klassik investorlar, xo'p, g'oyang bormi? Bo'ldi, 50 yil ishlaymiz. Men pul tikaman, sen ishlaysan deyiladi. Lekin angel investorlik boshqacha. Ular angel bo'lganligi uchun bo'ldi. Loyiha ham seniki, hammasi seniki. Shunchaki loyihani baholaymizda 3% dan 5% gacha kiraman deb aytadi. Agar loyiha rivojlanib ketsa, juda katta milliarder bo'lib ketishi mumkin. Loyiha rivojlanmasa, shu joyda qoladi. Shunaqa angel investorlik shaxsan o'zim uchun
qiziq. Bu bo'yicha ham kurs tavsiya qilaman. Agar kimdir ichimizda tadbirkorlar bo'lsa, angel investorlik qilishmoqchi bo'lsa, C-Space'da maxsus angel investorlik kursi bor. Yilda 2 marta bo'ladi. Hozir ikkinchi potok ketyapti. O'zim birinchi potokda o'qiganman. Qiziqib o'qib ko'rsanglar bo'ladi. U yerda haqiqiy soha mutaxassislari, venture fondlar rahbarlari, angel investorlar kelib o'zlarini xulosalarini, fikrlarini, nimalar qilish kerakligi bo'yicha aytib o'tadi. Temurбек, men hozir yangi biznes qilish xohlamasdim degan mazmunda gapirdingiz-ku. Lekin kitobdagi g'oya ham shunaqa, ya'ni haligi bizneslarning yo'nalishlarini haddan tashqari ko'paytirgandan ko'ra borlariga diqqatni qaratish va o'shani yanada rivojlantirish. Shu narsa to'g'ri bo'lgan ekan. Ya'ni kitobdagi shu narsani men kechroq tushunganimdan afsuslanaman. Buni haqiqat sifatida aytaman. Ya'ni ko'p bo'lgandan ko'ra men shunchaki ba'zi loyihalarga angellik qilib, o'zimni soham bo'yicha fokus ko'proq qaratganim yaxshiroqligini tushundim. O'zi 1 yil oldin tushungandim va shuni ham aytaman, mnogofunksional biznesmen bo'lish juda qiyin. Undan ko'ra eng zo'ri siz bitta loyihaga angel investor sifatida kirib bo'ldi. Uka, o'zing bos, Allohga tavakkal, bu yog'i men tavakkal qildim deb ketib, o'zingizni biznesingizda, ya'ni doimiy daromad keladigan narsaga fokus qaratib, uni rivojlantirish ancha manfaatliroq ekan. Botir Ismoilov degan bir akamiz borlar. Shu kishi bilan ba'zi bir odamlar haqida, ya'ni da'vosi kuchli bo'lgan odamlar haqida gaplashuvdik-da. Endi bir bitta shaxsga qaratib qolinmagan bu joyda. Shunda aytdilarki, masalan, ba'zi bir odamlar bor, nima mavzuda gap boshlasa, uni ham bilaman, buni ham bilaman deb hamma narsani bilishga da'vo qiladi. Lekin hamma narsaga da'vo qilgan odamni hamma o'sha yo'nalishdagi bilimlari chala bo'ladi. Ya'ni odamni o'zi bitta asosiy profili bo'lishi kerak va o'sha profildan tashqari qo'shimcha nimalardir bo'lishi mumkin. Lekin hamma narsaga da'vo qilinadigan bo'lsa, demak, hammasi chala. O'zi men marketingda ham hali o'rdak degan bir ta'rif bor-ku, hali na suzmaydi, na qush bo'lib uchmaydi, lekin da'vo katta bo'lib turaveradi. Keyin bu temir intizom masalasi o'sha bir orada aytilgan-ku, bir 7:30larga yig'ilish qildim, chaqirdim kitobda shu joyga. Juda ham qiziqarli men uchun. Endi to'g'risi biz shu kommunizmda ulg'aygan odamlar qanaqadir bir temir intizom juda ham yaxshi ko'rishadi. O'zi aslida temir intizom kerak bo'lgan yo'nalishlar bor, ayniqsa masalan harbiy yo'nalishlarda bo'lish shart hattoki. Lekin men hozirgi davrda o'zingizlar bilasiz, ayniqsa yoshlar ko'pi bir gap ko'tarmaydi yoki sal chora ko'riladigan bo'lsa birdan xafa bo'lib qoladi, arazlaydi, boshqa joy qidirib qolish ehtimollari paydo bo'ladi. Xo'p, shu ma'noda mana siz o'zingiz mana ko'p yoshlar bilan ishlab kelayotgan odam sifatida bir fikringiz juda ham qiziq bo'lyaptiki, hozirgi yoshlarni qaysi o'rinlarda erkin qo'yish kerak ishlash ma'nosida yoki o'zim tutishim, ishga kelib ketish masalalarida va qaysi o'rinda qat'iy temir intizom bo'lishi kerak? Xo'p, bizda barcha loyihalarimizda marketing bo'limi erkin grafikda ishlaydi. Hozir shunaqa to'g'rirog'i. Avvallari men erkin grafik berardim, chunki ular 7 minut ishlaganligi uchun. Hozir erkin grafik berilgan. O'sha istalgan bir paytda 8 soatlik normani bajarib qo'ysa bo'ldi. Ya'ni Face ID dan o'tadi ular tabiiyki, faqat ishxonada bo'lish vaqti 8 soat bo'lsa bo'ldi, 10 da keladimi, 12 da keladimi. Lekin muhim qoida u jamoaviy tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni jamoa kelishadi, 10 dan boshlab ishlaymizmi yoki 11 danmi yoki 9 danmi deb ular yozgi, qishki qilib o'zgartirib turishadi doim barcha loyihamizda. Lekin bir narsa aytishim kerak, men yon atrofimdagi muvaffaqiyatga erishgan, mana hozir bu yerda Mac Plus nomli kompaniya bor, shu qatorda. Shu yigit o'zimizdan chiqqan yigitlardan, Nodiriy. Ya'ni yigitimiz bor edi. Mana shularning rivojlanish yo'lini qaraganimda, ular juda ham o'z vaqtida juda ham intizomli, ayniqsa o'rganish paytida juda ham intizomli bola bo'lishgan. Juda ham intizomli. Ya'ni qanaqa intizom deyilganda, u o'rganishlik uchun borini bergan. Ishlayotgan payti ish vaqtim emas, balki o'rganish paytimni hisoblagan. Qachon insonlarda rivojlanishini ko'rdik? Ayniqsa yoshlik paytida, hali muammoingiz yo'q paytida, hali oila yo'q, deylik siz mas'uliyat gardani ancha past. Oila bu muammo sifatida aytmadim bu gapda, ya'ni oila tushgandagi mas'uliyat sizga tushadi. Ayniqsa erkaklarga
Ayollarga ham xuddi shunaqa farzand tarbiyasi bo'ladi, erkaklarga uni ro'zg'or xarajatlari, uning uchun siz qayg'uga tushasiz kerak bo'lsa, pul topolmay qolasiz ba'zi vaqtlarda. Shunaqa muammolar bo'lmagan paytida maksimal darajada o'qish va o'rganish uchun ko'proq vaqt ajratish. O'yin kulgu yoki internetdagi narsalardan ko'ra yoki qayerda rivojlanishingiz aniq bo'lsa, hatto sizga kamroq daromad bersa ham o'sha joyda o'qing va ishlang. Menga ba'zi odamlar aytadi, har doim deydi marketing jamoaga odam olmoqchi bo'lsam, yo sizlardan yoki qamardan olaman degan. Chunki u yerdagilar sabrli va stressga bardoshli deb aytishgan. Va rostdan shunaqa. Men ochiqni tan olib aytaman, rostdan shunaqa. Kimda bizdan ishdan ketgan bo'lsa yoki qamardan ketgan bo'lsa, odamlar suhbatsiz ishga oladi. Agar 6 oydan ko'p ishlagan bo'lsa, chunki biladi aniq stressga chidamli deb aytishadi. Bu bor gapda. Shunda siz ko'p stress berasizmi? Yo'q, stress berish jihatdan emas. Yo menda oltin qoida bor, yo rivojlan yoki ket deb aytaman. Yo rivojlan. Ya'ni o'rta hol, ayniqsa marketingda odam o'rta hol bo'lib qolaman desa, "Ke ukam boshqa joyda ishlavering, unda deyman-da. Men faqatgina buyruq bajaraman" deydigan odam bo'lsa, "Keling uka, siz boshqa joyda ishlavering. Yaxshi bo'lasiz, men sizga hech qanaqa adovatim yo'q, lekin yo zo'ri bo'ling yoki keling biz bilan ishlamang" deb aytiladi. O'zi kitobda ham shu haqda ham joyi bor-ku, ya'ni o'rtada bo'lishni tanlama. U masalan to'g'ri emas rostdan. Shunaqa. Men ko'ramiz, qachon bolalar rivojlanyapti, qachonki ulardagi o'sha yoshlikdagi sabr, toqat va fokusni bir narsaga bera olish, mana bitta sohani tanlab, yana yoshlarda eng yoqtirmayotgan, ya'ni qabul qilinmayotgan jihatlardan biri ular sohasini juda tez almashtiradi. Masalan, nima trend bo'lib qolsa, endi deydi, tradingni o'rgansammi ekan deydi. Keyin nima bo'lyapti? Endi sen o'rgansammi ekan? To'g'ri kelmadi ukaz. Endi nima qilsam ekan? Endi uni o'rganib ko'rsam ekan. Shunaqada juda tez o'zgartirib olishadi. Juda ham tez inglizni o'rganib ko'radi, keyin koreysni o'rganib ko'radi. Yoki aytadi, nima topshirib, green card topshirib, o'shaning javobi chiqib qolsa zo'rib ketadi, hammasi deb yashaydi. Yo'q, siz bitta narsaga fokus qilib, o'sha soha bo'yicha haqiqiy 10 ming soat qoidasi bor-ku. O'sha soha bo'yicha haqiqiy bir mutaxassisga aylaning, keyin gaplashaylik. Odamlar oradan yillar o'tadi, 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, 3 yil o'tadi. Bir soha bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz borki, birorta joyga eshik taqillatib, menga ish kerak deb bormaysiz. Men qo'rqmasdan aytaman. Siz haqiqiy mutaxassisga aylaning-da, odamlar eshik taqillatadi. Falonchi, falonchixon, falonchi bek, iltimos men bilan ishlang deydi. Aniq. Va siz ishlarni o'zingiz tanlab olasiz. O'zingiz. Mana bu ish joyi yaxshi, menga shu erkinlik beradi. Mana bu chunki odamda 9 dan 6gacha degan tizim, boshqalar hamma uchun har xil. Marketing sohadagilari shu nimaga erkinlik beramiz? Sababi ular tushunamiz, ya'ni ular kreativ soha odamlari, iloji boricha o'zini ishini aytilgan payt qilib qo'ysa bo'ldi, soati muhim emas. Lekin baribir biz biroz qiynaymiz. Qaysi jihatdan yo rivojlaning yoki ket. Lekin ishdan bo'shatish ma'nosida emas. Odatiy umumiy tajribamda men juda kamdan kam odamlarni ishdan bo'shataman. Hasan. To'g'ri, Najot ta'limni endi faoliyat boshlangan paytda ingliz tili ham o'qitilardi, arab tili ham o'qitilardi, rus tili ham o'qitilardi. Ya'ni juda bir profil keng edi-da. Endi nima deydi, hali siz kitob o'qimasdan turib asosiy yo'nalishni, asosiy fokusni shu IT ga qaratishni boshladingiz. Xo'p, shu qaysi lahzada his qildingiz, o'sha masalan tillar, boshqa narsalarni chiqarib tashlab, asosiy e'tiborni IT ga qaratish kerakligini? Xo'p, o'zi eng boshidan faqat IT o'tish niyatimiz bo'lgan Temur aka. Lekin baribir biz IT bo'yicha talab juda kam bo'lgan u paytlar, karantindan avvalgi paytlarda. Eslayman, birinchi marta biz grafik dizayn bo'yicha ochiq dars o'tkazganmiz. Birinchi darsliklarda 10 ta odam ro'yxatdan o'tgan, men xursand bo'lganman. Va ochiq darsda bitta ham odam kelmagan. Taqdimot soat 6 ga qo'yilganda 6:30 da bir kishi kelgan. Xursand bo'lganmiz, lekin shu bir kishidan ham ya'ni vaziyat biroz qiyinroq edi, lekin karantin paytida hammasi o'zgarib ketdi. Nega karantinda hamma ishini yo'qotgan taqdirda ham bitta IT mutaxassislari ishini yo'qotmaganligi odamlarga bu sohaga bo'lgan talabni oshirib yubordi. Hozir ham xuddi shunaqa paytda, ayniqsa AI zamonida juda ko'plab odamlar, men oddiy aytaman, biz prompt engineering kursini qo'yganlik hozir eng talabgor yo'nalishdan biriga aylandi. Chunki hamma talaba ham, ishlayotgan odam ham iloji boricha AI da o'zi nimaligini o'rganishga harakat qilyapti. Endi savolingizga qaytsak, men u paytlar men o'zim bilgan va hurmat qilgan yo'nalishdan biri bu Cambridge bo'lgan. E'tibor bersam, Cambridgeda faqat bitta yo'nalish edi.
Demak, tushunganman. Biz iloji boricha zamonaviy kasblar yo'nalishida qolishimiz kerak, tillarni olib tashlash kerak. Qilinsa ham alohida brend qilinishi kerak degan maqsadda keyinchalik biz tillar yo'nalishini yopganmiz. Keyin kitobni eshitganimda, o'sha o'tgan yil va yana o'qiganimda tushundimki, biz to'g'ri qilgan ekanmiz. Ya'ni fokus qilib to'g'ri qilgan ekanmiz. Hammasidan zo'r bo'lgandan ko'ra bittasi bo'yicha eng yaxshisi bo'lish maqsadga muvofiq bo'lgan ekan deb aytdim. Rahmat. Boya aytdingiz, shu kitobni o'qigandan keyin asosiy qilgan ishlardan biri ertalabki mitinglar, ya'ni shu uchrashuvlar, qanaqadir majlislarni tushdan keyingi o'tkazish. Xo'p, yana nechta narsa sanab bera olasiz shu kitobdan keyin ish usulida yoki hayot tarzingizda o'zingiz o'zgartirgan yana boshqa narsalar? Zo'r. Ikkinchi eng katta olgan xulosam, menda har doim hamma loyihada ish juda ko'p bo'lardi. Bu tabiiy, endi loyiha ko'pligi uchun boshqa va o'zim eng katta daromad beradigan yoki eng katta bizga foyda ham, jamiyatga ham, o'zimizga ham foyda beradigan sohani rahbarligini tanlab, boshqa hammasidan o'zim ozod qildim. Ya'ni rahbarliklarda birinchi o'rinda o'zimdan topshirdim, Temur aka. Chunki tushundim, men hammasiga ulgura olmayman. Ikkinchi o'rinda eng qilgan ishlarim yana bittasi rahbarlik topshirish bo'lsa, yana biri faqatgina eng muhim ishlarda qoldirdim o'zimni. Avvallari iloji boricha men hamma narsani ko'rib olishga harakat qilardim. Bu bo'yicha bitta gap eshitgandim, masalan, bitta kuchli qurilish kompaniyalaridan, ta'sischilaridan biri mijozga yuborilgan SMS-gacha o'zi ko'rib chiqishligi haqida eshitdim. Ya'ni juda fokus qaratishlarini, men iloji boricha hamma narsani o'ta zo'r bo'lishi uchun barcha narsaga diqqat qilib chiqardim. Tabiiy ravishda mendan bu juda ko'p energiya, vaqt va resurs olardi va vaqtlar o'tdi, tushundim. Muhim qoida nima ekan? Agar bitta odam sizni 80% gacha qismingizni qila olsa, u odamga o'sha ishni berganingiz yaxshi. Siz hammasiga ulgura olmaysiz. Bu aniq. Shuning uchun nimani o'zimdan boshqa odam qila olsa, hammasini berdim. Iloji boricha. Masalan, hozir biz ijtimoiy loyihalar bor, osmondagi bolalar yoki alohida mavzu. Ishoning, men faqatgina u yerga speaker sifatida boraman xolos. Temur aka, ya'ni boshqa birorta jarayonga aralashmayman. Shavkatjon degan ukamiz amalga oshiradi bu narsalarni. Iloji boricha bu, ya'ni men o'rnimga pul bilan bajarish mumkin bo'lgan joylarda shu narsa bilan yopishga harakat qilib yopib keldim. Bu yana bitta olgan ishlarimdan biri. Ya'ni ishlarni boshqa odamga topshirish, faqatgina eng muhim narsalarni qoldirish, ertalabki vaqtda bo'sh qoldirish, keyin yana bir olgan xulosam nima deydi? Tahlil uchun alohida vaqt qoldirish. Masalan, haftam qanaqa o'tdi? Avvallari men iloji boricha audio kitob eshitib tinglab piyoda yurardim. Hozir shunchaki piyoda yurayotgan paytida faqat tafakkur qilaman. Nimani to'g'ri qildim, nimani noto'g'ri qildim va yana o'zim uchun qoldirgan narsam avvallari umuman bo'sh vaqt qoldirmasdim o'zimda. Iloji boricha o'zimda bo'sh vaqt qoldirishni boshladim. Ya'ni yaxshi ma'noda. Ishdan tashqari bo'lgan holatlarda ham bo'sh vaqt qoldirishda o'zim uchun odatga aylantirdim. Tushunarli. Xo'p, Temurbek, yana bitta jihat, endi siz bilan bir ikki marta safarga ham chiqqanmiz. Sayohatlarni yaxshi ko'rasiz, ayniqsa kempingli sayohatlarni yaxshi ko'rasiz. Xo'p, endi bir katta tashkilotni rahbari sifatida masalan shu sayohatlar paytida masalan bo'ladigan holatlar bo'ladi, endi nimadir siz bilan bog'liq qarorlar qabul qilinishi kerak bo'lishi mumkin yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Shularni yechimlari qanaqa o'zi odatda? Qaror qabul qilinadigan narsalar iloji boricha kompaniyalarda faqat majlislarda ko'rib chiqilinadi. Boshqa payt unaqa juda katta qaror qabul qilinishi, kichikroq qarorlar bo'lsa, menejmentda o'zi qaror qabul qiladi. Faqatgina men strategik qarorlargagina aralashishni qilganman. Bu ham juda yaxshi savol bo'ldi, Temur aka. Avvallari haqiqatan o'sha aytgandek kompaniyadagi har bir qarorni iloji boricha o'zim o'tkazdirardim. Keyin tushundim, yo'q, agar u odam qilganda ham nima kompaniya yutkazadi degan narsani, chunki umuman kichkina bir qarorlar bo'ladi. Masalan, deylik, turli force majeure paytida o'quvchi tarafga qarab yurish. Bu bo'yicha qoidalar ishlab chiqarilgan. Har qanaqa muammoli vaziyatda o'quvchi tarafga qarab yuriladi. Biz tarafga qarab, masalan, deylik, biz sababli nimadir muammo bo'lgani, bolani ham aybi yo'q, aslida bizni ham aybimiz yo'q, lekin nimadir situatsiya bo'lgan. Masalan, deylik, kes keltiraman, o'quvchini darsga chaqirish kerak edi. Bolani telefonga tushirib bo'lmagan, bolaga SMS jo'natilgan, lekin bola kela olmagan. 3 ta 4 ta dars yo'qotib qo'ygan. Bizda qoida bo'yicha agar 3 ta darsdan keyin to'lov qaytarib olmoqchi bo'lsa, qaytarib bo'lmaydi, chunki u kech qoldi. Dars boshlanib bo'lgan, lekin unga xabar ham berilgan. Biz bunday vaziyatda talabaga yuramiz.
Endi bu qoida qilib chiqarib qo'yilganmi desangiz, o'zida odamlar mana qoidada bor, odamlar o'zi bu joyda qaror qabul qila oladi. Ya'ni talabga qarab yura oladi. Faqatgina strategik muhim narsalargina haftalik yoki oylik majlislarda ma'lumot o'rnida aytaman. Biz avvallari haftalik majlislarda ham juda ko'p o'tkazardik. Bu kitob o'qiganimdan keyin men majlislarni juda ham kamaytirganman. Masalan, strategiyaga oid hammani to'plagan majlislar oyda faqat bir marta o'tkaziladigan darajaga tushgan. Boshqa payt faqatgina plan fakt uslubidagi majlislarimiz bo'ladi, 1 soat yoki 2 soatlik. Bularni ham soni borgan sari kamaytirib boryapmiz. Chunki hozir o'zi aslida texnologiya rivojlanib borayotgan bir davrda o'sha majlislarda ham bir gohida ko'rsiz, o'sha mavzudan tashqari gaplar ham shunchalar ko'payib ketib qoladiki, agar biz o'sha texnologiyalardan foydalangan holda o'sha maqsadlarimizni yetkazadigan bo'lsak, aslida samaradorligi ham menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak. Tushunaman. Xo'p, endi biz hozir qo'ldan kelgancha kitob bilan bog'liq mavzularga to'xtalib o'tdik. Endi albatta bu kitobni o'qigandan keyin bir yaxshiroq bir tasavvur paydo bo'ladi. Xo'p, endi kimda qanaqa bir savollar bor? Kitobni o'qiganlar, kitob haqida fikrlar yoki shu kitob bilan bog'liq masalalar yuzasidan agar savollar bo'ladigan bo'lsa, savollarga Temurbek javob beradilar. Bugun vaqt eng qiymatli, eng qimmat narsalardan bittasi bo'lgani uchun vaqt ajratib kelgan mehmonlarga ham hammaga rahmat aytaman. Temurbek, savolim shu. Hozir eslab o'tganingizdek, marketing bo'yicha ancha har ikkala Najot ta'limi ham, Qamari ham o'ziga xos yo'li bor. Bugun hammadagi, ya'ni mijoz tarafdan turib qaralgandagi hammada shunaqa og'riq bor, ya'ni reklamadan charchash. Reklama qayta o'z 100 ming yoki 100 mingdan ko'proq auditoriyasi bor influencerlar ko'proq o'sha reklama hisobiga nima deydi? Daromad, asosiy daromad manbai reklama hisobiga bo'lgani uchun turli reklamalar mijozlarni charchatdi. Ya'ni uni kuzatuvchilar, obunachilarini to'g'ridan to'g'ri reklama iste'molchisiga aylantirib qo'ydi. Bu odamlarni charchatib qo'ydi. Ya'ni shunaqa termin bor ekan, banner ko'rligi degan. Odamlar bannerga qaraganda ham reklamani ko'rmaydigan holatga kelib qolar ekan. Shunga influence marketing, aynan o'sha content marketing ichida hamma biladigan influence marketingi kelajagi bugungi kuni to'g'risida o'zingiz fikrlaringizni aytsangiz, shu biz uchun bir sizdan olingan bir foyda bo'lardi. Xo'p bo'ladi. Jamoliddin aka, rahmat kattakon savol uchun. Hozir Jamoliddin aka savollarini biroz tushuntirib aytaman. Ya'ni influencerlar degani birinchi taalluqli bo'lmagan, lekin mashhur odamlardan foydalanish effekti haqida gap ketyapti. Hozir Instagramda algoritm o'zgarganligi uchun bu o'zini kuchini borgan sari yo'qotib boryapti. Influencer marketing, ya'ni iloji boricha hozir trend bo'layotgan marketing eng oxirgi usullardan biri UGC content, ya'ni umuman mijozni tarafidan o'zi content qilinishi. Hozir 2-3 ta brendda ko'rdim, bu narsa amalga oshirilyapti. Ingliz tili o'quv markazlari ham tezkorlik bilan bu narsani amalga oshiryapti, lekin bizda u to'g'ridan to'g'ri o'zi aslida UGC deyilmaydi, lekin shunga o'xshashroq mijozni avvallari qanaqa bo'lgan? Deylik, nima uchun avval blogerlar bilan, influencerlar bilan ishlangan? Chunki Instagram faqatgina obunachiga kontent ko'rsatgan. Keyin TikTok raqobatchiga aylandi va istedimi yoki yo'qmi Instagram TikTokda algoritmini ko'chirdi. Ya'ni o'zi uchun yaratdi. Ya'ni qanaqa obunachimi, obunachi emasmi, umuman farqi yo'q, ko'rsatishni boshladi. Va bu yerda obunachining soni umuman ahamiyati yo'q bu yo'g'ida. Siz kontent shunchaki og'riqdan kelib chiqib, auditoriyaga moslangan kontent qila olasizmi bo'ldi. Ba'zi blogerlar ko'rib qolasiz. Bloger emas, endi kontent yuritadigan odamlarni obunachisi 3000 yoki 4000 bo'lishi mumkin, ba'zi videolar millionlab ko'riladi. Millionlab ko'riladi. Tabiiy ravishda bu kamaytirdi, lekin kitob bo'yicha bir narsani aytgan bo'lardim. Men iloji boricha o'zim o'qimagan kitob biror marta gapirmaganman. Masalan, qo'rqmasdan aytishim mumkin, biror marta o'zim o'qimagan kitobni, ya'ni bu kitob bu narsa haqida ekan, bu kitob bunaqa narsa haqida ekan demaganman. Va menga o'zimga yoqmayotgan bitta narsa, men kitob nashriyotlarida bemalol o'sha influencerlar bilan ishlashsin deyman. Aslida bu yaxshilik va targ'ibot.
Lekin book blogerlar, o'zini book bloger deb atayotgan insonlar o'qimagan kitobi haqida gapirishdan uyalsin. Ya'ni bunda vijdoni qiynalish kerak. Gapirmay, o'qimagan kitobini bu bunaqa haqida ekan, bu bunaqa haqida ekan demasin. Chunki inson o'zi aytayotgan gapga javob bera olishi kerak, ya'ni vijdon oldida ham javob bera olishi kerak-ku. Ya'ni siz kitob gapiryapsiz, unga sizga pul berilgan, lekin autoriya buni bilmaydi. Odamlar uni sezmaydi, umuman tushunmaydi, bilmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun men eng hurmat qilayotgan xislatlardan biri bugungi book blogerlarda o'zi o'qigan kitob haqida gapirib berishlari. Bu eng yaxshi fazilatlardan biri va o'qimagan kitobda gapirmagan maqsadga muvofiq influencer marketing bo'yicha faqat kattaroq brendlar ishlayapti. Hozir kichkina brendlar iloji boricha bu usuldan ko'ra UGC kontentga yoki umuman auditoriyasi bilan birga kontent qilish usullariga yurayapti va bu ancha samaraliroq va to'g'ri usul deb hisoblayman. Temurbek, mana hozir shunaqa book blogerlar paydo bo'lganki, mana videolarini ko'rasiz, kitob tavsiya qiladi, kitob haqida yaxshi gapirganda ham bo'ladi. Lekin o'sha postda matn yoziladi-ku, o'sha matnni ko'rsiz, gap tuzishi oyoq osmondan bo'lib yotibdi, nechtadir imloviy xato, pastda izohlarda qarasangiz, yana bir nechta xato va savol tug'iladi. Masalan, endi book bloger bo'lgan odamda hech bo'lmasa bir imlosi bir 70-80% ga boshqa odamlardan sal farq qilib turish kerak-da. Bo'lmasa u o'zida yo'q ma'rifatni qanaqa qilib bu boshqa odamlarga tarqatish mumkin? Shu joyi ham juda bir nima deydi, bir o'ylab ko'riladigan tomoni ekan. Ya'ni hali bir 2-3 marta kitobni ko'tarib gapirgan odamni ham book bloger sifatida qabul qilib qo'yilsa, ular o'zini atrofidagilarga yomon bir narsani bir targ'ib qo'yar ekanda, bir yaxshiligidan ko'ra shunaqa yozsa ham bo'lar ekan degan bir tasavvur paydo bo'ladimi? Odamlar ko'p kitob o'qigan shu odam deydi keyin. Yo'z umumiyda, ya'ni shunda endi ko'pincha bu ayniqsa qizlar orasida ko'p nima bo'layapti, ya'ni iloji boricha o'zini book bloger sifatida ko'rsatish, boshqa endi o'sha kitobni o'qisa qanday ham yaxshi deyman-da o'zi, Temur aka. Qanday ham yaxshi kitob o'qilsa, ko'pchilikka manfaati bo'ladi. Aslida bu yaxshi narsa, faqat kitob o'qilsa. Shunchaki sotib olishda o'zi bilan nimadir erishib bo'lmaydi-da. Kitobni o'zini baribir haqiqatan odam bordim o'qish kerak-da. Albatta. Xo'p, kimda qanday savollar bor? Mikrofon. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor Jamol akamga men rahmat aytmoqchiman. Ikkinchi tadbir bu bo'layotgan narsa men uchun qiziq. Yoshim 56 da, navarali odamman. Lekin shu bugun 20 yoshli shijoat qaytib keldi. Nimaga? Qamar do'koniga rahmat deyman. Bu jamoaga rahmat deyman. Bu do'konga ko'p kirib turaman, mazza qilaman. Nimaga? Bu ziyoli yoshlarni ko'rib, kitobga muhabbat bo'lgan yoshlarni ko'rib men juda ham xursand bo'laman. Va bu narsani Jamol aka mendan eshityaptilar, bir rejam bor. Shu yaqin paytlarda amalga oshsa, endi Jamol aka bilan birga qilamiz. Bu rejamki, shu kitobxon yoshlarga xizmat qilish. Yana takror aytaman, Qamar do'konini juda yaxshi ko'raman. Timur aka, siz bilan bir 3 yil oldin ko'rishganmiz, suhbatdosh bo'lganman sizni. Sizni bu bugungi shu proyektingiz, ya'ni men o'zi ruschada o'qiganman, maktabimni bog'chaman, ko'proq ruschada bo'lganim uchun o'zbekchada bir anaqa qilishim hayajonli, mayli. Timur aka, bu sizni Najot ta'lim nomini juda chiroyli qo'ygansizlar. Nimaga? Ta'limda ziyoda, ilmda najot. Inson qancha ko'p o'qisa, shuncha o'zida o'zgarish bo'ladi, boshqa bo'ladi. Demoqchiman, Ali Dostoyevskiy bir gapi bo'lgan ekanda, insonni bu dunyoda ko'p lazzat oladigan narsasi bor, shulardan bittasi yaxshi suhbatdosh. Ya'niki shu mana Timur aka har holda shu bugun ancha shu ilm orqasi, ziyo orqasidan ancha narsa erishganlar. Demoqchiman, shu inson bilan ozgina gaplashgan bo'lsam, hali ham nima deydi, sog'onaman, nasib etsa yana gaplashib. Yoshlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, hech qachon to'xtash kerak emas. Mana men yana aytaman, 56 yoshga kelib, men endi tushunaman shu narsani. Men o'zim ustimda ishlashni to'xtatib qo'ygan ekanman. Bugungi kunda juda ko'p o'zgarishlar ko'p. Ya'ni informatsion prostorsiyada juda ko'p o'zgarishlar bor. Yoshlar o'qish kerak, o'rganish kerak, to'xtash kerak emas. Keyin intizom to'g'risida aytyapsiz. Men 23 yil boshqarganman bitta kompaniyada. Qo'limda 12 ta qiz ishlagan, 2 ta bola ishlagan. Mana bir prinsipial narsam bo'lgan. U narsa nima? Personaldan oldin kelardim, mohli kelardim. Men o'zim rahbar edim. Lekin har kuni ertalab zaftik tayyorlardim.
bu personal uchun juda ham bir qanaqadir xursandchilik bo'ladi. Menga ertalabdan mana bir pozitiv beradi. Chunki ko'plab qizlar ertalab nonushta qilishga ulgurmaydi. Bolalar tez bo'ladi, endi ular hali keyingincha boshqa bo'lguncha mana shu 15 minut ertalab zavtrga vaqt ajratiradi. Lekin o'zim choy tayyorlaydim. O'sha albatta murabbo nimadir bo'lardi. 10 minut 15 minut ichida men shu butun personalga pozitiv to'lqin berardim. Bu narsa kechgacha davom etardi. Keyin asosiy ishga qabul qilayotganda bola bilan oson bo'ladi, qiz bilan qiyin bo'lardi. Ya'ni keyin nimaga aytardim, o'sha sani xaraktering, yuring keng, xaraktering yaxshi bo'lsa, dabro pashaloz. Hamma narsani o'rgatamiz. Agar xaraktering og'irroq bo'lsa, boshqa joy qidirgin. Va shu 12 ta qizni men o'zini oilasidek qilib shunaqa akil qilib qo'yganman. Akil bo'lishgan, mana shu bu akilchilik ham baraka deydi-ku, tijoratim o'sishni boshlagan. Yana qiziq joyi shu 12 ta qizni shu do'konimizga kelib odamlar so'rab, mana hammasi uzatilgan bola chaqali bo'lgan. Ko'pletadan sizni tarbiyangizni olganmiz deb. Demoqchiman, ishingizga rivoj, Timur aka, Jamol aka ishingizga rivoj. Men yana aytaman, shu niyatim shu kunlarga yetkazsin. To'xon ziyoli yoshlarga Xudo xolasa xizmat qilish niyatim bor. Sog' bo'linglar, rahmat. Shunaqa tadbirlar ko'p bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Yani Timurbek, marketingga oid ko'plab marketing direktorlarini yetishtirgansiz. Hozir O'zbekistonda faoliyat yuritilayotgan ko'p marketing direktorlari sizni o'quv dargohingizdan chiqqan, yetishib chiqishgan. Bugungi kunda ba'zi marketing direktorlarini ko'ramiz. Safar qilmagan, sayohat qilmagan, boshqa davlatlarni ko'rmagan. Ya'ni bitta O'zbekistonni ichidagi tajriba bilan to'xtab qolishganda ko'pchiligi. O'shanga safar ko'p qilgan inson sifatida safar ahamiyati to'g'risida gapirib bersangiz, agar qisqagina bo'lsa ham vaqtingizni ajratsangiz. Xo'p, safar o'zim eng yaxshi ko'rgan narsalardan biri va safarda 2-3 ta narsa birdaniga jamlanadi. Safarda inson tafakkur qila oladi. Birinchi o'rinda, chunki u o'zini yashab turgan muhitidan chiqadi. Men ko'pincha aytardimki, agar sizga safarga pul yo'qmi, mayli, chet elga chiqmang, o'zga bir viloyatga chiqing. Qishloqlarga boring. Masalan, menga Surxondaryo va Qashqadaryoda qishloq joylarga borib, tog'li joylarga borib, odamlarning oddiy hayotini ko'rish ham o'zimga zavq bergan. Va hozir ham agar vaqtim bo'lsa borgim keladi. Masalan, bu yil o'zim uchun reja qilganman, Qashqadaryodagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan qishloq bor. G'ilon. G'ilon qishlog'iga bormoqchiman. Chunki o'sha borish ham o'zi qiyin deyshadi, o'sha joyga yetib olish. Lekin ancha tabiati boy va o'zini udim hamda an'analarini saqlab qolgan juda eski qishloqlardan biri. Yaqinda Daydi Club'da videolarini ko'rdim. Qaymog'ida qanaqa olishlari, sutni pishirishlarini ko'rsatgan juda oddiy hayot. Biz yaqinda bir safarimizda, ya'ni aytib o'taman, o'sha safarda olingan narsa o'zini hayotidan chiqaradi, yangi do'stlar orttiriladi, insonda o'zini tafakkuri, fikr bilan oshno bo'lishi mumkin va ba'zi suhbatlar, tasavvur qiling, agar siz o'zingizga ham suhbat bo'lgan odam bilan chiqsangiz, bitta mavzuni 10 soatlab bitta mavzuni to'xtovsiz gaplashishingiz mumkin. Biz oxirgi suhbatlarimizdan biri bo'ldi. Biz Turkiyada edik. Men, Mahmud Usmon aka hamda Ikrom aka erkaklik mavzusida gaplashdik. Ya'ni qanaqa bugun yigitlar bor, lekin yigitlardagi ko'p xislatlar ularda topilmaydi. Shijoat, g'ayrat, kuch-quvvat, oddiy ona va deylik ayolning o'rtasidagi muvozanat qanday saqlash, intizom, kasbli bo'lish va shu joyda bir fikr tug'ildiki, eng oxirida demak, shu yoshlar haqiqatdan o'zi aslida ayniqsa yigitlar shu narsani o'rganishni istaydi, lekin ularga o'rgatilgan muhit yo'q. To'g'ri narsa qanaqa bo'lishini bilmaydi. To'g'ri narsani bugun Instagramdan ko'ryapti. Demak, erkak shunaqa bo'lishi kerak ekan deb o'ylayapti. Chunki unga to'g'ri, ya'ni erkak kishi aslida bunaqa bo'lishi kerak, erkak kishi mard bo'lishi kerak, erkak kishi jasur bo'lishi kerak, erkak kishi bunaqa bo'lishi kerak deb o'rgatilgan to'g'ri bir universitetda o'tiladimi? Yo'q. Maktabda o'rgatiladimi? Yo'q. Kimni o'rganish mumkin? Faqat o'zini tengqurlardan. Agar o'zini tengqurlar chekirgan bo'lsa, bo'ldi, xuddi shu bo'ladi. Ya'ni yigitlarga yigitlikni o'rgatadigan joy yo'q. Deyildi va oxiri umumiy suhbatimiz shu 5 soatlik suhbat bo'lgan bo'lsa, oxirgi xulosasi shu bo'ldiki, demak, yigitlar uchun maxsus produkt kurs tayyorlash kerak. Ularga, ya'ni onlayn marafon tarzida bir kun, har bir kun uchun bittadan mavzu, nima o'rgatamiz, qanaqa va o'sha joyda e'lon qilib biz o'zimiz uchun reja qo'ydikki, alfa erkaklik dasturi degan kurs yo'lga qo'yishdi. Xudo xolasa buni o'zimiz reja qo'yganmiz. Shuning uchun nafaqat istalgan bir kasb marketologlardan ham istalgan bir kasb egasidan safarga chiqish tavsiya qilgan bo'lardim va safarda olish mumkin bo'lgan yana bitta narsa u yerdagi madaniyat, keyin siz istalgan bir narsadan ko'rib turasiz. Demak, shu O'zbekistonda yo'q. Shuni qilsa bo'ladi deb aytsangiz bo'ladi. Misol keltirib aytaman, men bundan 5 yil oldin buni ham Jamol aka tasdiqlasa kerak.
Turkiyada bin yana turli nimalar bo'lardiki, skuter uchadigan. Bizda o'sha payt shu skuterlar bo'lmagan. 5 yil oldin ham Istanbul yo'llarida skuterlar turardi. Bizda shu bo'lmagan. Vaholanki o'shuni kimdir ko'rib turib qilsa bo'lardi, balki shundan keyin qilishgandi. Hozir juda ommalashib ketdi. Hatto Yandex ham o'zining platformasiga nimalar qo'ygan. Skuterchalarni yo'nalish qo'yib qo'ydi. G'oya olishlik uchun ham eng yaxshi yo'llardan biri o'sha safar bo'ladi. Bu yerda hozir mana ko'pchilik yoshlar yig'ilgan. Endi yoshlar o'zi sersavol bo'lgani yaxshida. Tortinmaydi, chunki endi har doim ham bo'lavermaydi bunaqa uchrashuv, har doim ham bunaqa suhbat uyushtirish imkoni yo'q. Agar savolinglar bo'lsa, savollarni berib ozgina. Avvalambor assalomu alaykum, tashkilotchilarga katta rahmat. Meni savolim shundan iborat ediki, men o'zim marketing sohasiga qiziqyapman shu oxirgi 1 yildan beri va shu qarasam har xil turli xildagi marketing bor ekan. Ijtimoiy tarmoq marketingi yoki boya aytgandek influencer marketingi. Shu sizni tanib hurmat qilaman. Shu zamonaviy kasblarda dars berasiz va sizdan hozir vaqtimdan unumli foydalanib so'ramoqchimanki, hozirgi zamonda qaysi turdagi marketingni o'rganish yaxshi? Xo'p, kirib kelish baribir SEO dan boshlanadi. Siz SEO ga kirib kelasiz. Agar yaxshi jamoaga tushib qolsangiz, yo'lingiz ikkita yo'lingiz turadi SEO ni tugatganingizdan keyin. Lekin SEO shunaqa sohaki, SEO bu instrument. Shuni bilib qo'ying. Xuddi AI ga o'xshaydi. Mana AI da istalgan odam o'rgansin deyapmiz, chunki AI instrument o'rgatamiz. Xolos, SEO ham xuddi shunaqa. Biz instrument o'rgatamiz. Lekin kim SEO ni muvaffaqiyatga erishgan? Agar undan oldin backgroundda ilm bo'lsa, yo til bilsa, yoki ko'proq kitob o'qigan bo'lsa, yoki o'zini nimadadir sinab ko'rgan bo'lsa. Ya'ni Instagram bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, LinkedIn bo'ladimi, hammasi instrument. Biz instrument o'rgata olamiz. Lekin tafakkurni o'rgatishingiz uchun sizga tajriba kerak. Kursni tugatganingizdan keyin oldingizda ikkita yo'l bo'ladi. Birinchisi, sizni biror bir kompaniya ishga taklif qiladi, hali birorta marketing jamoa bo'lmaydi, sizga o'rgatadigan mentor ham bo'lmaydi, biznes egasi ham marketingni tushunmaydi. U yerga kirasiz, 3 milliondir, 5 million dollarlik taklif qiladi. Ikkinchi yo'li bor, kimgadir shogird tushasiz. Ya'ni, demak tushundingiz, bozorda mana bu odamlar bor, sizga ma'qul kelyapti. Deylik, qamalga ishga kirmoqchi bo'lsangiz yoki Cambridge yoki Najot ta'limga biror narsaga kirmoqchi bo'lsangiz, marketing direktorining oldiga kelasiz. Akajon, iltimos, meni shogirdlikka oling. Meni ko'ring, 1 oymi, 2 oymi ko'ring. Agar ishim sizga ma'qul bo'lsa, keyin oylik belgilang deb ayting. Lekin ishontirib aytaman, kuchli bir jamoada, kuchli bir marketing menejerning qo'l ostida 1 yil ishlaganingiz, boshqa bir joylarda ishlagan 3 yilda o'rnini bosib beradi. Va'da berib aytishim, qo'rqmasdan. Chunki ular o'zlari bosib o'tgan yo'lda qisqartirish yo'lini biladi. Masalan, kimdir 6 yil bosib o'tgan, siz bitta ish qilmoqchisiz, aytadi, "Yo'q, uni qilma" deydi. Yoki 10 yillik tajribasi bor, "Yo'q, bu ishni qilma" deydi. Bu xato, chunki men bu yo'ldan o'tganman deydi. Mana shu narsa o'zi nima uchun ustoz kerak, nima uchun mentor kerak deyilganda aynan shuning uchun. Ya'ni siz o'zi qilgan xatoni sizga qildirishga yo'l qo'ymaydi. Va sizni birinchi bo'lib qo'yadigan joyi bu odatda community managerlik bo'ladi. Ya'ni izohlarga javob berish. SEO menejerlar har doim kursni bitirgandan keyin professional marketologlar yoki community managerlikdan yoki tahlillardan ishni boshlattiradi. Ya'ni kompaniyani o'rganishlik uchun eng yaxshi joylardan birida. Chunki izohga javob berish jarayonida aytasizki, falon narsa qanaqa bo'ladi, falon narsa qanaqa bo'ladi. Bu narsa hammadan savol javobini bilasiz, kompaniyani to'g'ri tushunib olasiz. Shuning uchun biz odatda kimdir kelsa, biz communityga 1 oy qo'yamiz, iloji boricha. Keyin sekin boshqa bo'limlarga o'tkazamiz. Shuning uchun tavsiyam avval sohani o'rganing. Onlaynmi, offlaynmi farqi yo'q. Istalgan joyda o'rganing, o'zingizga ma'qul bo'lgan. Undan keyingi qiladigan ishingiz yaxshi mentor topish. Sohada kimlar bor o'zi biling. Har doim men istalgan bir kasb mutaxassisidan doim so'rayman. Hozir qaysi soha bo'yicha o'qiysizlar? Yigitlar, sizlar ayta olasizlarmi menga? Siz qaysi sohada o'qiysiz? Yoki ishlaysizmi? Men o'zi mikrofonga faqat. Assalomu alaykum. Meni ismim Muhammad Sodiq. Men hozir o'zi hech qayerda o'qimayman. O'qimaganimning sababi biror bir soha topolmaganman. Institutga kirmaganman, chunki kirib nima o'qiyman? 4 yilimni berar ekanman institutga, lekin nima soha tanlashni bilmaganman. Yoshingiz nechida? Yoshim 18 da. Bu kasb ham o'rganmayapsizmi hozir? Hozir Qamarda ishlayapman. Hop, kasb o'rganman, lekin endi o'qish uchun software engineeringga qiziqdim, lekin u juda keng ekan, deylik. Software engineering degani nima nazarda tutyapsiz? Dasturlash, hop, uning ichiga ko'p narsa kirar ekan, backend, frontend yokida Flutter, shunaqa sohasi ko'p ekan. O'sha soha bo'yicha o'qimoqchiman. Nimaga aynan dasturlash? Hop.
zamonaviy kasb bo'lgani uchun, talab dasturlashdan kuchli ish bo'lgani topish uchun qiyinlashib ketgan. AI zamonida. Aytyapmanki, avval 10 ta dastur chiqarmoqchi bo'lgan ishni hozir bitta dastur chiqib olyapti. hop shuni tanladim o'rganish uchun, lekin hop hali harakat boshlaganim yo'q lekin. Zo'r. Endi mana shu joyda kasb topish yoki yo'nalish topish bo'yicha kelinglar, men sizlarga uchta asosiy kimlar hal qilish kerakligini tushuntirib ketaman. Siz bizda odatda qilinadigan usullardan bittasi bor. Biz har doim agar bitta insonni hayotini hal qilayotgan bo'lsak, yoshlardan, bizda o'zimizda ishlayotganlarda ham yoki o'qiyotganlarda ham albatta ustozini, ota-onasini chaqirib, bolani o'zini qo'yib birga muhokama qilamiz. Tushunyapsiz? Ya'ni sizni shu paytgacha o'qitgan insonlar asosiy ustozinglar bo'ladi-ku. Maktabda bo'lsa ham u odam, ota-onangiz va siz o'zaro mavzuni muhokama qilganingiz yoki hozir meni oldimga kelganda men ular suhbatga qo'yib bera olardim. Chunki juda ko'p shunaqa suhbatlar bo'ladi. Eng kamida haftasiga kamida 4 ta yoki 5 ta ota, deylik, o'sha farzandi 14 dan 25 ga kirgan birorta ota aniq keladi. Va bizda kamida haftasiga 5 ta suhbat doim shunaqa bor. Bolaning yo'nalishini topib berish bo'yicha. Maktabda qaysi fanlarni yaxshi o'qigansiz? Maktabda hop nimadir zo'r o'qiganman demayman, lekin ingliz tili. Yana tilda o'zi yetmikda aniqlanish uchun. Matematikada ham yaxshi o'qiganman, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra qolib ketib qolganman 8-sinflarda. Qaysi o'yinlarni yoqtirardingiz? O'yin? Ha. Bemalol aytsangiz bo'ladi. Men o'zingizni aniqlashtirish uchun yordam bermoqchiman. Ya'ni video o'yin. Nazarda tutasiz. Video o'yin. Hop, ko'proq strategik. Aynan qaysi? Hop. Mobile Legends и PUBG o'yinni o'ynaganman. Qat'idan ularda Mobile Legends dedingiz, u qanaqa edi? Tushuntiringchi. PUBG ni bilaman. Hop, 5 kishilik bo'ladi komanda. Har bittasini o'zining liniyasi bo'ladi. Agar 5 ta odam o'zining liniyasini zo'r ushlaydigan bo'lsa, o'yinda yutish mumkin, lekin bitta zo'r o'yinchi bilan yoki 2 ta o'yinchi bilan ham hech narsani hal qilmaydi. Hamjihatli hamma o'zining ishini zo'r qilishi bilan o'yinda g'alaba qilish mumkin deb bilaman. O'sha 5 tadan qaysi biri bo'lgisi kelardi odatda? 5 ta lavozim bormi hammani? Yo bir xil lavozimdan hamma? Yo'q, 5 ta lavozim bor. Qaysi lavozim sizga yoqadi ko'proq? Hujum. Hujum. Ya'ni u glavniy geroy bo'ladi, o'rtada u hujum qiladi har doim. Qolganlari hop yordam. Hujumchi jamoani kim boshqaradi ichida? Jamoani 5 ta odamdan kimni boshqaradimi, yo'qmi? Yo'q, boshqarmaydi. Har bittasining o'zining vazifasi bor. Hop, himoya bor, hujum bor, o'rtada ushlash bor. Ya'ni himoya. Qarang. Demak, maktabda yana qaysi fanlarni yaxshi o'qigansiz? Ingliz tili, matematikaga qiziqqansiz yana qaysi? O'zi shular, lekin qiziqishim hop tabiiy fandan kimyoga ham, fizikaga ham bo'lgan. Xo'p, endi umumiy tavsiyam hozir koding sizga uncha tushmaydi. Ochig'ini aytaman. Ya'ni o'zingiz aytdingizki, o'zingiz tiliz bilan strategiyaga yaxshi qiziqaman deb aytyapsiz-da. O'zingizni marketingda sinab ko'rishni nima tavsiya etasiz? Shu yerda ham sinab ko'rsa bo'ladiki, o'z deyman. Agar sinab ko'rishgan, o'qib o'rganib, chunki strategik o'yin o'ynagan odamlar odatda marketingga yaxshi chiqadi. Agar ingliz tilini qay darajada bilasiz? Ingliz tilida IELTSdan 6.5 olganman. Juda yaxshi. Men bilmadim, lekin hozir masalan yoki koding bo'yicha kodingda emas, PMlik yoki vibe koding o'rganishni tavsiya qilaman. PMlik degani IT jamoani boshqaradigan odam. Ular kodingni bilish shart emas. Kodingni fundamental darajada bilsa bo'ladi. Vibe koderlar ham fundamental darajada bilsa bo'ladi. Yoki lekin bitta muhim qoida bor. AI manager degan lavozim yo'q. Yigitlar, shuni bilib qo'yinglar, qizlar hamma. Ya'ni AI manager, masalan deylik, Temur aka jurnalistda, agar AI da o'rganishsa, o'zlariga oid narsani 100x osonroq qila oladi bo'ldi. Lekin ular moliyachi bo'la olmaydi. Masalan, men jurnalist bo'la olmayman AI manager bilan, tushunyapsiz? Muhim qoida, ya'ni prompt engineering sizni sohangiz 100x oldinga o'tishga yordam beradi, lekin yangi kasb emas, yangi ko'nikma emas u. Bunaqa. Ya'ni kasb bo'la olmaydi. Xuddi shunaqa, shuning uchun AI da hamma o'rganish mumkin, lekin u kasb bo'la olmaydi. Hozir lekin dasturlashdan ko'ra sizga ko'proq marketing tushsa kerak deb o'ylayman. Lekin yoki PM tushadi ko'proq. Lekin to'g'ridan-to'g'ri dasturlash emas. PM yoki vibe coderlikni qayerda o'rgansam bo'ladi? Najot ta'limda shunaqa bizda bo'lim PMlik bo'yicha dars yo'q. Vibe coding bo'yicha faqat onlayn format bor. Vibe coding bo'yicha Edfixga kirsangiz, adashmasam keyingi hafta shanba kuni e'lon qilinadi to'liq kursi. Hozir yoz jarayonida ketyapti.
Hatto ma'lumot o'rnida aytaman, men uni o'tirsangiz bo'ladi. Kodingdagi 70% kasb o'zgarib ketdi. Oxirgi AI zamonida 70% kasb. Shunchaki bizga bugun front-end yoki back-end shart emas. Bizga front-end va back-endni bilgan, shu bilan birgalikda AI dan, ya'ni avvallari koderlar nima qilgan? Kod yozgan. Avval jurnalistlar maqola yozgan. Hozir ikkala odam ham na kod yozadi, na maqola yozadi. AI qiladi hamma narsani. Shunchaki jurnalist ko'rib tahrirlaydi, koder ko'rib uni edit qiladi, bo'ldi. Ya'ni mana joyda xato qildi deb to'g'rilab qo'yadi. Avval kod yozgan, hozir shu kod yozilmaydi. Dasturchilar avval kod yozish bo'lgan bo'lsa vazifasi, hozir shunchaki uni tahrirlash, to'g'rilash bo'lyapti vazifasi, kod yozish emas. Kimdir o'zi kod yozaman desa, uni ishga olinmaydi hozir. Vaziyat shu darajaga yetib keldi. O'sha sohamni topgandan keyin universitetda o'qishni maslahat berasizmi yoki yo'q? Agar ota-onangiz haqiqatdan senga diplom kerak desa, sirtqiga kiring. Hozir masofaviy chiqib ketdi-ku, undan ham osonlashib ketdi. Shunchaki onlayn. Yo'q, men haqiqatdan men PhD qilmoqchiman, olim bo'lmoqchiman desa, unda sizga bilimni aniq beradigan, ya'ni siz uchun ularga bilimi muhim bo'lgan universitetga o'xshab kiring. Bilim muhim bo'lgan. Va universitet tanlashda eng yaxshi yo'li reklamalardan ko'ra o'qiyotgan odamlar bilan gaplashish. Eng zo'ri. Mana ayniqsa o'qiyotganlardan 4-kurslarda oldiga borib gaplashish. Mana siz 4-kursiz yoki shu yerda bitiryapsiz, mana nima o'rgandingiz, qaysi yo'nalish yaxshi ekan, qaysi ustoz yaxshi ekan, siz ukam bu joy bo'lmaydi yoki mana shu ustozni o'qigan deb aytadi. Yoki mana shu yo'nalish tanlagin, shu eng yaxshisi bo'ldi deb aytadi. Tushunarli. Rahmat. Menimcha o'ylaymanki, savollarimga javob oldim. Rahmat. Savol berishga ozgina motivatsiya bermoqchiman. Ikkita 100 ming so'mlik vaucherimiz bor. Eng yaxshi ikkita savol egasiga berishni reja qilganmiz va uni siz o'zim savol berib, o'zim javob bersam bo'ladi. buni siz aniqlab berasiz. Assalomu alaykum. Yaqinda Najot ta'limda SMM Pro yo'nalish bo'yicha o'qishni tugatdim. Va bu o'qish davomida siz tavsiya bergan savol ortidagi savol kitobi va marketingga oid bir qancha kitoblarni o'qidim. O'qishni hozir tugatganimdan keyin yana marketingga oid va SMM yo'nalishiga oid qanday kitoblarni o'qisak bo'ladi va shu sohaga qiziqayotganlar birinchi qaysi kitobdan o'qishni boshlagani yaxshi? Yaxshi. Hozir marketing bo'yicha qaysi kitoblar o'qidingiz, shuni ayting. Sarofan marketing. Marketing A-dan Z-gacha boshlang'ichdaman hozir o'qish jarayonida. Marketing to'rinolidan ba'zi bir ma'lumotlarni o'rganib chiqyapman. Xo'p. Bir varaqli marketing reja va savdo san'ati kitobini o'qing. Ikkalasi. Shu ikkalasi zo'r tushadi. Chunki marketing va sotuv, ishoning, bir-biriga o'ta yaqin soha. Ya'ni marketingni ishlayotgan odam sotuvni tushunmasa, u marketolog emas. Ya'ni ba'zi odamlar, ba'zi marketologlar aytadi, juda asab buzadigan gap, men sotuvga javob bermayman deydi-ku. Bu nega javob bermaysan? Yo'q, sen javob berishing kerak. Agar javob bera olmading, unda marketologman dema. Ya'ni qaysi jihatdan aytishim mumkin, yo'q, men ularga aloqam yo'q-ku. To'g'ri, aloqang yo'q, lekin kirib tahlil olasan-ku. Uzr, biz shunaqa ish qilyapmiz, marketing jamoa. Ertaga sotuv bunaqa bo'ladi. Sotuv jamoa tayyormi? Yoki varinkada bu joy xato ekan, shuni to'g'rilab qo'yish kerak. Yoki biz mana UTM-ga qo'yib beramiz. Mana UTM-ga bo'yicha qaysilik to'g'ri kelyapti yoki noto'g'ri kelyapti, bizga aytinglar. Yoki mana bu influencerda, mana bu blogerda reklama chiqaryapmiz. Ta'siri qana bo'lganini bilishimiz uchun sotuvdagi raqamlar kerak deya olish kerak-da. Buning uchun sotuvni tushunish kerak va sota olish kerak nimanidir. Shuning uchun savdo san'ati degan kitob bor. Bu va bir varaqli marketing reja kitoblari juda yaxshi kitoblar. Ularni ketma-ketlikda qanday tartibda o'qisak bo'ladi? Bir varaqli marketing reja, ikkinchi savdo san'ati. Ikkalasi. Boshlang'ichlar uchunchi. Ya'ni hech qaysi marketing sohasiga oid kitob o'qimadi. Biz odatda birinchi savol ortiga savol tavsiya qilamiz hammaga. Nimaga deganda mana o'qib chiqdingiz-ku. Insonni o'ziga savol berishni o'rgatadi. O'sha kitobni mutolaada bepul edi-da. Keyin men ko'p videolarimda shuni aytdim. Hozir pullik qilib qo'yish. Rahmat. Yo'q, bepul turgan edi u kitob. Endi sotsa bo'larkan. Ya bugun nima bor? Mutolaba uchrashuv bor-ku, kitob bo'yicha tanlov. Shunda aytaman. Kitob bepul turadi, pullik qilib qo'yish shuni. Chunki ko'p ketdi-da u. Masalan, 2-3 marta hafta bestselleri bo'ldi, oy bestselleri bo'ldi undan keyin. Ba'zi million ko'rilgan videolarda ham bu kitob ketgandi-da. Agar kimdir o'qimagan bo'lsa, shu kitobni ham o'qishni tavsiya qilaman. Insondagi eng katta muammolardan biri, odam nimadir o'zida muammo bo'lsa, u o'zidan ko'ra birovni malomat qiladi. Psixologik jarayon bu. Tabiiy inson doim himoyaga o'tadi. Ya'ni nimadir muammo bo'ldi, masalan, deylik, udar kelayotgan bo'lsa, Temur akadan men o'zimni himoya qilaman. Tabiiy ravishda. Xuddi shunaqa sizda ham bo'ladi.
Insonni miyasida ham shu baryer bor, ya'ni inson o'zini himoya qilishga harakat qiladi. Va savol ortiga savol muammoni boshqadan emas, balki o'zimizdan izlashga yordam beradigan kitoblardan biri. Shuning uchun bizda o'qigan hamma bolaga birinchi shu savolni beraman. O'zingiz kitob o'qiganmisiz? Aynan shu kitobni o'qiganmisiz? Desam, yo'q desa, unda o'qing, keyin gaplashamiz deb aytaman. Shuning uchun aynan sizlarga ham shu tavsiya, savol ortiga savol. Umuman nimanidir o'rganishdan avval o'qish kerak bo'lgan kitoblardan biri. Va ilm olish sirlari ham albatta o'rganishdan oldin o'qish kerak bo'lgan kitoblardan biri. Tavsiyalar uchun rahmat. Hozir mana kurs tugatdingiz, endi nima qilyapsiz hozir? Ishga kirdingizmi? Hozirda Qamarda o'zida ishlayman. Marketing. Hozir rahbaringiz kim? Rahbarimiz Abdurahmon aka. Nechta kelib, nechta ketasiz ishga? Ertalab soat 8 da kelib, kechki 6 ba'zida Undan keyin nima qilasiz? 7, 8, 10 ham bo'lib ketyapti. Yo, 12 bo'lib ketaversinlar deb. Shunaqa bo'lyapti. Aynan 9-may bitirdik va bunda siz tomoningizdan ota-onalarga alohida xat ham kelgan. Buni o'qigandan keyin aynan uyimdagilar ham va o'zim ham buni o'qib chiqqanimdan keyin o'zim maqsad qo'ydim, 1 yil yokida 2 yil hech qanaqa oyliklarga qaramasdan faqatgina tajriba orttirish va o'sha mentordan, o'zimdan yuqori bo'lgan odamlardan shu tajriba o'rganishni maqsad qilib qo'ydim. Rahmat kattakon, ma'lumot o'rnida aytaman, men har bir bitiruvchi uchun xat yozaman. Ya'ni u xatlarda ba'zida tahlillab turaman o'zim vaqt o'tishi bilan. Unda aytilganki, bola uchun eng muhim narsa birinchi o'rinda ota-ona uchun yozilgan xat. Bola ochmasdan to'g'ri ota-onasiga olib borib beradi. Ota-onaga aytilganki, bolangiz farzandingiz o'qidi, lekin o'qidi degani mutaxassis degani emas. Bola aynan shu soha bo'yicha endi ishlash kerak va yaxshi mentorlar oldiga borish kerak. Uning uchun avvalgi paytda ko'proq ishlatishlari mumkin, kamroq oylik berishlari mumkin, lekin eng qiyin davrga chidab berishlari kerak va bunda sizning yordamingiz kerak deb aytilgan. Shuni ota-onaga beramizki, bola ertaga ish topish paytida qiynalmasin degan maqsadda va qo'rqmasdan aytaman, 1 yildan keyin istalgan bir joyga borib, men qamarda ishlaganman deb turib eshik tepib fikirsiz bo'ladi. Va gapga javob, ya'ni marketing jihatidan Qamar har doim, hatto mana Qamardan hozir kimdir ketsa borku, jamoalarga shu odam ishga olsam bo'ladimi deb so'rayman. Ya'ni nega content marketing bo'yicha, ayniqsa content marketing bo'yicha, chunki hozir trend Instagram algoritmi o'zgargandan keyin trend shunga o'zgardiki, content marketing eng muhim narsaga aylanib qoldi. Kim content marketing bo'yicha zo'r bo'lsa uchayapti. Eng muhim qoidalardan biriga aylanib qoldi. Uchun hozir nimadan boshladingiz ishlayni? Hozir aynan marketolog assistenti. Vazifa nimadan iborat? Vazifalarim jamoadagi deadlinelarni nazorat qilish va SMO rahbarimizni vaqtlarini samaradorligini oshirish. Aynan shulardan. Bu ularga oid kichkina tasbih kelsa siz bajaryapsizmi shunda? Deyarli ham. Yaxshi. Omadingiz, xayrli Sizga va Qamarasi jamoadagi kattakon rahmat. Tavsiyalar uchun ham alohida rahmat. Xo'p, singlimizda savol bor ekan. Assalomu alaykum. Avvalambor bunday klub tashkillashtirganingiz uchun va tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Savolim shundan iborat ediki, bir necha oylardan buyon, Toshkentga o'qishga kelganimdan buyon Qamarni kuzatib boraman va vakansiya e'lon qilishini kutib turaman. Lekin hech jur'atim yetmagan kelib ishga olishlarini taklif qilishga. Hozir bilmayman, menimcha spichdan ilhomlandimmi yo matematikam ochib ketdimi? Shaxsan o'zingizdan so'ramoqchiman. Meni Qamar jamoasiga ishga olishingizni. Xo'p, keling, men yordam beraman sizga. Qaysi soha mutaxassisiz? Hozir psixologiya. 19 yoshdaman, birinchi kurs talabasi, Islomshunoslik akademiyasi psixologiya yo'nalishida. Sizni qaysi pozitsiyaga olishlari mumkin? Menimcha savdo. Savdo bo'yicha, to'g'rimi? Savdo bo'yicha qaysi kitoblarda o'qigansiz? Ochig'i savdo san'ati bo'yicha faqat savdogarlar ustozini unchalik ko'p kitob. Savdo bo'yicha o'zi 3 ta zo'r kitoblar bor-da. Qanday qilib ishga kirish mumkinligini sizlarga hozir life hack sifatida o'rgataman. Siz o'sha soha bo'yicha bir o'rganingda. Avval birinchi o'rinda mana ko'riladi, qanaqa pozitsiyalar bor kompaniyada va kompaniyada qaysi pozitsiyaga men to'g'ri kelaman va nima qiymat bera olaman ko'riladi. Va deylik, istalgan bir payt kelsa, bu yerda sotuvchilar yurgan bo'ladi. Polkalari bo'yicha, to'g'rimi? Polkalari bo'yicha yurgan bo'ladi. Kelib qanaqa ishga kirgansiz, kimdan suhbat o'tgansiz, suhbat nima savollar berilgani so'raladi. Bu ham bitta life hack yo'llaridan biri.
deylik, mana siz mana shu kitoblar ichida mana qarang, qamar yangiliklari, chet tilidagi adabiyotlar, farzand tarbiyasi, jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti qaysi biri bo'yicha zo'rsiz? O'zbek va jahon adabiyoti bo'yicha. Zo'r. Aynan shu bo'yicha siz zo'rligingizni va haqiqiy sotuvchilingizni kelib turib, ta'sischiga aytib turib, mana shunchaki sinab ko'ring deydi, ishoning, qo'rqmasdan aytaman, qabul qiladi. Men bu narsani agar men ta'sischi bo'lganimda, men oldimga kelib turib, meni muammoyim borligini va muammoyimga yechimni bera olishligini aytganda, mendan sinab ko'rish uchun nima ketdi? Mayli kelib ko'ring derdim. Hozir shularda qiling-da, ya'ni savdo bo'yicha 2-3 kitob o'qib, shu narsalar bo'yicha zo'r bo'lib, mana farzand tarbiyasi haqidagi bo'lim bor ekanda, va Hasan Hamoqoliga bo'lgan suhbatlar bor. Misol uchun ularda ko'rib, eng asosiy kitoblar, ularda kimlar bor, nimalar haqida gapirilgan. Masalan, men kitob olishda eng zo'r tarafi va qamardagi eng yoqqan taraf, masalan, men farzandlarim bilan kelsam, o'tgan safar mana 2-3 oy oldin nima filialga bordik, Chorsuvdagi bolamga qanaqa kitob olish kerakligi bo'yicha sotuvchi mendan ko'ra ko'proq ma'lumot bilyapti. Va men shundan maza qildim. Va kitoblarda men o'zim ham bilardim, lekin o'zimni bilimim yaxshi emas ekan, demak mutaxassisga tayinaman degan fikr menda paydo bo'lib qoldi. Qamarga shunaqa sotuvchilar ko'proq kerak deb o'ylayman. Va ular menimcha shak shubhasiz ta'sischini o'ziga to'g'ridan-to'g'ri deb kelib turib, "Ajrab, men falonchaga meni ishga oling" deb olishaveradi. Oldin hamma Qamariddin ekan ta'sischi deb o'ylardi. Shunaqa. Aynan qaysi kitoblarni tavsiya qila olasiz menga? Hozir savdoga oid o'zi mana shu yerda o'zida ham 2-3 ta asosiy kitoblar bor. Savdo san'ati bor, marketingdan ham biroz tushunishingiz kerak. Sotuv bo'yicha ham ancha tushunishingiz kerak va o'zingizni pulkingizga oid asosiy adiblar kim, eng ko'p bestseller qaysi bo'lyapti, nima bo'lyapti 100% tushunishingiz kerak. Hali ishlamasdan turib shu ma'lumotlar bilan keling-da. Qiyin emas. Bu sotuvchi oldiga kelasiz, bitta qamargami, boshqagami, hozir qaysi bo'limga qiziqaman dedingiz? O'zbek va jahon adabiyoti. O'zbek va jahon adabiyoti bestsellerlar qaysi bo'lyapti, nima trend bo'lyapti, nima yaxshi bo'lyapti, hammasini biling-da va uni ustiga UGC content qilishgan bo'lgan bo'lsangiz ozgina, ya'ni yuz ko'rsatish shart emas unda. Shu narsalar o'rganib olsangiz, qamar qabul qiladi. Nafaqat qamar istalgan joy qabul qiladi, lekin qamarda ishlaydi. Yaxshi bo'ladi. Rahmat kattakon. Uzr, endi o'rninglarga nima dedim, lekin o'zingizlar savolga uzr aka, bu savol kerak ekan. O'zi qiymat berish masalasida ko'pchilik nima qiladi, o'rganishga harakat qiladi, lekin aynan nimadan boshlash, qanaqa yurish kerakligini bilishmaydi ko'pchilik. aynan Qamar o'zida ham, boshqa bizneslarda ham, O'zbekistonda umuman marketing sohasida bor og'riq bor, ya'ni kadrlar yetishmasligi bor. Bu kadrlar masalan marketing ichida trade marketingga yetishmaydi. Ya'ni o'zi do'konga tashqaridan har qanaqa do'konga kirib borsangiz, do'kon siz bilan gaplashish kerak. Gaplashganda ovozini chiqarib gapirmaydi. U mana shu bo'limlar bo'yicha navigatsiyalar, qaysi bo'limda nima turibdi, o'zini qanaqa taxlanish kerak, ranglar qanaqa bo'lishi kerak, senlik qanaqa yozilishi kerak, o'sha mana shu narxnomalarimiz tushunarli bo'lishi uchun qanaqa yozilishi kerak, qanaqa rangda bo'lishi kerak. Bu brend book ichida bormi bu ranglar, asosiy ranglari qaysi? O'sha narsalarga javob topib beradigan, agar umuman trade marketing o'rganib kimdir kelaman desa, hozir bir peshonasidan o'pib ishga olamiz. Chunki bu soha bizning eng og'riqli nuqtalarimizdan bittasi. Xuddi shunga o'xshab turib, boshqa har qanaqa yo'nalishimizni ham o'rganib, mana shu qamardagi 1, 2, 3, 4 deb mana shu kamchiliklarni sanadim. Bu kamchiliklarga menda har bittasiga o'zimni yechimim bor va o'sha yechimimni amalda sinab ko'rishga imkoniyat berishinglarni so'rayman desa, nega yo'q deymiz. Hammaga xush kelibsizlar deymiz, qabul qilamiz va xursand bo'lamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Meni savolim shundan iboratki, diqqatni faqat bitta narsaga qaratish hamma inson uchun foydalimi va muvaffaqiyat uchun asosan intizom kerakmi yoki iste'dod? Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Intizom yoki iste'dod bo'yicha men o'zim hayotimda juda ko'p yoshlar ko'rganman. Ular talantli bolalar edi, lekin intizomsizligi sababli, ya'ni o'yin kulgiga ko'p berilganligi, fokusni bir joyga jamlay olmaganligi sababli muvaffaqiyatga erisha olmadi shu bolalar. O'zingiz ham hayotingizda ko'ring-da, yoshlarda aynan o'sha ne'mat aslida ne'mat bo'lmasligi mumkin ekan. O'ylab ko'ring-da, davlatlar misolidan keltiraman, ba'zi davlatlar neftga juda ham boy. Tabiiy qazilmalarga juda ham boy va o'sha narsaga erishib, o'sha narsaga bemalol bamayli xotir bo'lib qolganligi uchun dunyoda gigant davlatga aylana olmagan. Lekin ba'zi mamlakatlar faqat miyaga, aqliga ishonadi. Ya'ni qanaqa Allohning fazli bilan deb harakat qiladi, intiladi
o'zida bir narsani qoyim tutadi. Shunaqa insonlar, shunaqa jamiyatlar ko'proq muvaffaqiyatga erishgan ekan. O'zimda ham o'sha dizaynerlarda ko'p misol keltirardim. Ba'zi bolalarda qobiliyat bo'lmasa ham to'xtovsiz harakat qilardi. Ertalab kelardi, dizayn qilardi, kech payt ham kelib dizayn qilardi, kodini yozardi, marketingda harakat qilardi va doimiy case ko'rishlari, natija ko'rishlari ularda sohasini haqiqiy mutaxassis qildi. Ba'zi yoshlar borki, ularda tajriba, salohiyat, fikr, tafakkur hammasi zo'r, lekin shunchaki dangasaligi uchun, shunchaki e'tiborsizligi va diqqatni jamlay olmaganligi sababli ularda bugun jamiyat ham hech kim bilmaydi va sohasini mutaxassisidan chiqib ketib qolgan. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardim, iqtidorga doimo ishonmaslik kerak. Agar ming iqtidorli bo'lgan taqdiringizda ham o'sha vaqtdan qay darajada unumli foydalanayotganingiz bu ne'mat bo'ladi. Agar insonda iqtidor ham bo'lib, o'sha vaqt ne'matini, diqqat ne'matini 10x yaxshiroq foydalana olsa, qanday ham baxtli odam. Rahmat. Keyin men bu dangasalik dedingiz, o'shani bartaraf etish uchun qanaqa kitoblar tavsiya qilgan bo'lardingiz? Tarixda inson o'zini dangasaligi eng yaxshi yechimi inson o'zining millatini, vatanini va dinini tarixini o'rganish deb hisoblayman. Bunaqa odam dangasa bo'lmaydi. Ishoning, men qo'rqmasdan va'da berib aytishim mumkin, inson o'zini millatini, vatanini, dinini, tarixini olgan odam g'ayur bo'ladi. Ya'ni to'xta biz bunaqa yashamasligimiz kerak ekan. Aslida biz bunaqa odam bo'lmagan ekanmiz yoki bizni dinimizni shu joyga kelishlik uchun shuncha odam umrini, vaqtini biz uchun baxshida qilgan ekan yoki vatanda shunaqa holga kelishlik uchun ancha odam qurbon bo'lgan ekan. Mana shu narsa endi menga kelib yakun topmasligi kerak-ku degan insonda bir ko'nglida bir ilinj bo'ladi va shuning uchun bo'lsa ham harakat qiladi. Faqat dunyosi, ya'ni harakati faqatgina mol dunyo bo'lib qolmaydi. O'zidan nimadir qoldirishda, o'zidan sadaqaga joy qoldirishda, o'zidan bir yaxshilik qoldirishda, eng kamida solih farzand qoldirishda o'zini eng buyuk maqsad deb hisoblaydi. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Tinglab yaxshimisiz? Kelganingiz uchun rahmat, bizga bilim berganingiz uchun. Xo'p, meni o'zim tanishtiradigan bo'lsam, men Afruzbek, hozirda Narxozda, ya'ni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 2-kursda marketing bo'yicha o'qiyman. Xo'p, men shu kungacha marketing bo'yicha SMM'da o'rgandim. Undan tashqari boshqa marketologlarda yoki kitoblarda o'sha bilimlarni oldim. Savolim shunday iboratki, hozirda men o'ylantirib qo'ygan narsa, hozir kimgadir shogird tushib, umuman davom etish yoki o'sha qaysidir joyga kirib turib, umuman ya'ni yarim stavkada bo'ladimi yoki o'sha o'zimda o'sha universitetdagi bilimlarimni ham davom ettirish, ya'ni hozir ikkilanib turgan narsa, ya'ni universitetda yana o'sha o'shiningda davom ettirishni o'ylayapman. Qaysi biri tavsiya qilasiz? Hozir universitetda nechanchigacha o'qiysiz? O'qishingiz qachon? Xo'p, hozir universitet abitdan keyin bo'ladi. Universitet tugadi deyarli bu yil endi. Keyingi yil ertalab bo'lishimiz kerak. Menga marketing sohasi bo'yicha qayerlarda o'qidingiz hozir? Xo'p, marketing bo'yicha o'sha SMM Savodxonda SMMda o'rgandim. Undan tashqari o'sha marketing bo'yicha kitoblar, keyin boshqa marketing ustozlaridan o'sha video darslar. Menga top O'zbekistondagi 5 ta mutaxassis sanab beringchi. Xo'p, marketing tanigan bilgan. Marketing bo'yicha xo'p aytadigan bo'lsam, marketing agentliklarida Akbarjon Botiraliyev bor, ya'ni content marketing, umuman marketing agentliklarida yaxshi darajada. Undan tashqari Zapuskda Humoyun aka bor, ya'ni Humoyun Sobirov bor. Zapuskda texnologiyalarni nima qiladi. Undan tashqari kim aytsa Targetingda Shoqiddin aka bor. Mediada taniqli bo'lmagan, lekin o'z sohasining haqiqiy mutaxassislaridan kimlar taniysiz? Borda shunaqa odamlar. LinkedInda bormi siz o'zingiz? Borman. LinkedInda kuzatasizmi shunaqa nimalarni? Yani eng zo'ri LinkedInda masalan haqiqiy mutaxassis kurs yozib turgan odamlarga kirsangiz, boshqa soha mutaxassislari, sohadagi professional odamlar kirib izoh yozgan bo'ladi. Shu orqali topsiz bo'ladi ularni. Men nimaga bu savolni beryapman? Agar siz o'sha sohadagi haqiqiy mutaxassislarni tanisangiz, ish topishingiz ham, sohaga ketishingiz ham osonroq bo'lardi. Marketing sohasiga ketmoqchi bo'layotgan odam borki, taktik marketingni o'rganish kerak. Eng boshida taktik marketing degani content marketing qismlaridan biri bo'lsa ham o'tish kerak. Eng kamida muammo nimada? Marketologlarda o'zim sezgan eng katta muammo, ba'zilar faqat strateg bo'ladi. Zo'r ssenariy bera oladi. Tushunyapsizmi? Zo'r taktik, ya'ni masalan bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi deya oladi. Lekin biznes qilib ko'rsa o'xshamaydi. Nega o'xshamadi desa javobi ham bor. U odam o'zi taktik marketingni tushunmaydi.
yoki tuzib bergan ssenariysi, tuzib bergan strategiyasi real hayotga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men aytaman, katta marketolog bo'lishdan qat'iy nazar taktik marketing, ya'ni marketingda asosiy instrumentlari qanday ishlatish kerak, odamlarda qanday boshqarish kerak o'rganing. Ya'ni menejment saboqlarini qachonki yaxshi SEO menejerlar qachon marketing bo'lib rahbariga aylana oldi, ular insonlar bilan ishlashni bilardi. Sizni holatingizda ko'p holatlarda kompaniyalar ishga olmasligi mumkin. Chunki yarim stavkani ayniqsa marketing jamoada olish ehtimoli juda past. O'zimiz ham iloji boricha full time yorishga harakat qilamiz. Chunki marketing case masalan ertalab, obeddan keyin kechki payt istagan payt bo'lishi mumkin-da. Marketingda rivojlantirgan narsa bu case. Ya'ni ko'proq nimadir ko'rishingiz. Turli situatsiyalarda ko'rishingiz. Shuning uchun bitta bahor, bitta yoz, bitta kuz masalan Instagram kompaniyada ishlayapsizda, birdan favqulodda holat bo'ldi. O'sha favqulodda holatga kompaniya qanaqa reaksiya bildiradi? Yoki yangi kitob sotuvchi chiqyapti, kompaniya bunga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Yoki turli noaniq vaziyatlarda nima qaror qabul qilinishi kerak marketingda? Bular sizga dars bo'ladi. Hozir agar zaochniy iloji yo'qmi? Zaochniy bo'lishi kerak. 3 yil bo'lib ketib qoladi meni o'qish. Yo'q, menimcha bo'lishi mumkin. Chunki 5 yilda zaochniy odatda ko'ring, balki zaochniy o'qizib ko'rarsiz. Men tavsiya qilardim, kechkidan ham ko'ra ko'proq zaochniy o'ziga o'qizib ko'rishdi. Keyin istagan bir odamga shogird tushib, bu yoqqa o'rganish kerak. Agar o'qigan bo'lsangiz, bu yoqqa shogird tushing. Kimgadir o'zingiz haqiqatan ixlos qilgan odamga borib shogird tushsangiz, jarayon 2-3x osonlashadi. Balki undan ham ko'proq. Ya'ni o'rganish kerak shu narsalarni. Endi yaxshi yana bitta yo'li bor, yoki kattalar kompaniyada ishga kirish. Marketing zo'r yuritayotgan kompaniyalarda oldiga borib ishga kirishga harakat qilish kerak. Ishni taqlatib ko'rish kerak. Tushunarli, rahmat. Keyingi savolim, hozirda o'sha internetda o'sha informatsiya o'sha overwhelmed bo'lib ketdi, ya'ni ko'payib ketdi. Bunda hozir haqiqiy bilim beradigan kontent bilan umumiy dopamin beradigan, shunchaki odamni qiziqtirib foyda bermaydigan kontentni qanday ajratib olsak bo'ladi? Xo'p, aynan YouTube'dan, Instagramdan? YouTube'da yoki men kontentlar bo'yicha. Bu bo'yicha menimcha Temur akam javob bergan yaxshiroq bo'lardi, aynan bu savolga. Ya'ni kontentlarda qanday filtrlash masalasi, iloji boricha o'zim menda umumiy prinsiplarga qanaqa e'tiqodga bir dona zid kelish ehtimoli bo'lgan narsa bo'lsa ham ko'rmayman. Hatto filtrlay olsam ham. Chunki har o'rganib qoladi deb hisoblayman. Deylik, o'zim o'sha odamdagi bitta g'alati deydi, ya'ni e'tiqodga zid bo'lgan xarakter ko'rib qolsam ham ko'rmayman. Va uni ochiq oyda qilayotgan bo'lsa, istalgan kontent qiluvchida e'tiqodimizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan u odamda ochiq ko'rsatayotgan bo'lsa, uni so'zini ham olmayman. Olishim mumkindir, balki boshqa odamdan eshitganim yaxshi-ku, undan ko'ra deb hisoblayman. Shuning uchun e'tibor bersangiz, shaxsan bizni loyihalarga, masalan, Osmondagi bolalarda ham, alohida mavzuda ham odamlarni chiqarayotganini juda qattiq filtrlayman. Chunki u odamda populyar bo'lib ketib qolishi va ertaga jamiyatga uni o'zini so'zini aytib qo'ya olishi mumkinligidan juda qo'rqaman. Va agar o'zim uchun yoki birorta, ya'ni o'zim uchun degani xavf sezsam, jamiyatga shundan xavf odam bo'lsa, shunchaki videoni o'chirib yuboraman, bo'ldi. Men chunki u odamdan pul olib chiqarmaganman. Ma'lumotini aytaman, birorta bir loyihamizga hech qachon birortadan pul evaziga chiqmagan va chiqmaydi. Agar rostdan jamiyatga xavf bo'lishini sezib qolsam, shuni kontentni o'chiramiz, bo'ldi. Agar yuzma-yuzda kelib turib odamlar mendan so'rasa javob beraman, lekin ommaga media chiqib olib turib sharlatanlik qilib, nega meni doim o'chirib yubording deb so'rasa javob ham bermayman. Lekin bu savolga o'zi Temurbek aka javob berganlar maqsadga muvofiq. Shu mana YouTube'da endi shortsda asosan chiqadi yoki lentada ham chiqib qoladi, tasmada Instagramda. O'tirib olavermayman mana. Shu joyda yoqmaydiganroq masalan biror bir kontent chiqib qoladi, sizga yoqmaydi, sizga to'g'ri kelmaydi, sizning profilingizga to'g'ri kelmaydi. Shu joyda ko'pchilik qiladigan xatolar o'tkazib yuborib qo'ya qoladi-da. Men odatda o'tkazib yubormayman, o'sha 3 ta nuqtani bosamanda rus tilida chiqadiki, "Мне не интересно". Ya'ni bu narsa menga qiziq emas yoki skrit degan narsalar bor-ku, o'sha narsalarni o'sha qisqa vaqt ketadi. O'shani siz bosadigan bo'lsangiz, ya'ni algoritm tushunib qoladi. Ya'ni sizga o'shanaqa narsalar kerak emasligini va
boya Temurbek aytdi-ku, masalan Instagramga kirish vaqtini cheklash masalasi. Mana hozir qamarda shu loyihalarimiz boshlangandan keyin rostdan ham o'zimni ham vaqtim cheklandi. Instagramda o'tiradigan, chunki kitob o'qish kerak, tadbirlarga tayyorlanish kerak. O'sha asosiy fokusga qaratib kamroq vaqtda kirish boshlasa, odam o'sha kamroq vaqtdan unumli foydalanish nuqtai nazaridan ham asosan o'zi uchun eng kerakli, eng foydali narsalarni olish boshlaydi. Lekin o'sha obuna bo'lish, masalan, kimlarga obuna bo'lgansiz va mabodo o'sha sizga yoqmaydigan, sizga to'g'ri kelmaydigan narsa chiqib qoldi, albatta o'sha bu narsa menga qiziqmas degan narsani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bu narsa nima deydi, o'z-o'zidan siz o'sha tasmingiz to'g'rilanib ketadi. Keyin shu bir narsani aytmoqchiman, mana Instagramda hook degan narsa bor-ku, endi boshida qiziqtirib olish. Temurbek, masalan, men bir video ko'ryapman, siz mana bu imperiya, qaysidir imperiya bitta sabab bilan parchalanib ketgan, shuni nega parchalanganini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring desa qiziq. Oxirigacha ko'rishga harakat qilaman. Yoki tasavvur qiling, 100 yil oldin umuman yo'qolib ketgan bir hayvon topildi. Hozir shu hafta sizga ma'lumot beraman desa, u ham qiziq. Ko'rishni boshlayman, lekin bitta holat bo'lsa borku, men qiziq bo'lsa ham o'sha videoni shartda o'chiraman. Nima desa, o'sha odam yokida degan so'z ishlatsa bo'ldi. Shuni mana bu soch tikka bo'ladi va bu to'xtataman. Hozir savol berganlarda ham 2-3 marta ishlatishdi, yokida degan so'z, iltimos sizlardan tilni buzmanglar. O'zbek tilida yokida degan so'z yo'q. Menimcha u shevada bor-da. Yo'q, shevada ham yo'q. Temurbek shevada ham yo'q. Bu narsani o'rgandik, shevada ham yo'q. Paydo bo'lganiga 10 yillar bo'ldi. Chunki Bobur Akmalov degan akamiz borlar. Toshkent shevasi bo'yicha juda kuchli mutaxassis. Shu kishi ba'zilar da'vo qildiki, Toshkent shevasida bor degan narsani, yo'q, Toshkent shevasida ham yo'q. Bunaqa so'z, yokida degan so'z, balkida degan so'z. O'zi odamlar mana baribir degan so'z bor, babir deydi-ku. Babir deyiladi gapirganda, chunki odam o'zi qisqartirishga moyil bo'ladi-da. O'zi yoki bo'lsa, o'zi qisqa so'z, unga yana qo'shimcha qilib yokida deb shu tilni buzilishiga xizmat qilib qo'ymanglar, iltimos. Va bizda oxirgi savol, Davronbek, siz savol bersiz, shu bilan yakunlaymiz. Assalomu alaykum. Tadbir uchun kattakon rahmat. Bunaqa kitob tadbirlariga vaqt ajratib kelganlarga ham rahmat. Savolim shundanki, AI ni ko'proq o'rganish bo'yicha tavsiyalar berdingiz va shu AI ni kitoblarga bog'lash bo'yicha, ya'ni noshirlar, nashriyot rahbarlari AI haqida qanaqa kitoblar chiqarsin va qanaqasini chiqarmasin. Chunki AI juda tez rivojlanyapti. Masalan, 2024-yil AI haqida chiqqan bitta kitob hozirgi kunda keraksizda. Ya'ni AI mana bunaqa o'rgan, mana bunaqa degan tavsiyalar bo'lsa, unda hozir undan ancha tez rivojlanib ketgan. Kitoblar sohasiga bog'lasa, shu holatda qanaqa tavsiyalar bor? Xo'p, AI instrumentlarga oid umuman kitob chiqarish shart emas deb so'rayman, chunki AI instrumentlar juda tez yangilanyapti. Menda hatto AI da o'zi shunaqa shu darajada ishlatyaptiki, mana tushuntirish uchun aytaman, Hixfield nomli startap bor. Bu Qozog'istondagi chiqqan unicorn startap hisoblanadi. Unicorn degani kapitalizatsiya 1 milliard dollardan oshgan. Ma'lumotni aytaman, hozir loyiha 4 milliard dollardan oshdi. Va angel investor bor, unga pul tikkan. Mana shu odam 200 ming dollardan 500 ming dollargacha pul tikkan, aniq summani bilmaymiz, lekin summasini 500x qilganligi haqida eshitdik. Uni kalkulyatorga solib bemalol hisoblab ko'rsangiz bo'ladi. Bu 2 yillik natija. Endi startaplar bo'yicha, umuman AI bo'yicha instrumentlar haqida kitobdan ko'ra bizga hozir tafakkurga oid kitoblar kerak. Masalan, menga o'zi chiqqan va yoqqan kitoblardan venture zihniyati to'g'ri vaqtda chiqarildi deb hisoblayman. Va farovonlik paradoksi to'g'ri vaqtda chiqarildi deb hisoblayman. Shu ikkala kitobni bu to'g'ridan to'g'ri IT, AI va startaplar haqida. Ya'ni bizga hozir tafakkurda rivojlantirilgan kitoblar kerak va ular o'lmas kitoblar hisoblanadi. Agar chet elda chiqqan bo'lsa, aynan shu kitoblar bizga tafakkurda rivojlantiradigan kitoblar kerak. Instrumentlarga oid kitoblar emas. Chunki uni AI da o'zi o'rgatib qo'yadi bemalol. Yoki hozirgi paytda o'lmas yana bir narsa bor, bu case'larga oid kitoblar. O'lmaydi. Chunki AI buni yarata olmaydi, to'qima qila olmaydi. Buni to'qish iloji yo'q-da. Case'ni to'qiy olmaysiz-da. Chunki AI raqamlarga asoslanib gapiradi, bor dataga asoslanib gapiradi, to'qima obraz qila olmaydi. Shuning uchun farovonlik paradoksi ham, venture zihniyatlari nimaga zo'r deganda, case'lar haqida gapirilganda, iloji boricha case'lar, farovonlik paradoksi ham xuddi shunaqa. Case'lar haqida gapirilgan. Ularning eng katta yutug'i ham shunda deb o'ylayman. Rahmat. Hop,
Bo'lmasa tadbir yakunlasak bo'ladi. Temurbek, sizga katta rahmat ishtirok uchun, berilgan qimmatli ma'lumotlar, maslahatlar uchun. Xo'p, bizda bugun mana bugunga amal qiladigan 10% chegirma bor. Yagona narsa kitobini xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun hozir tarqatamiz. Kim shu kitobni xarid qilish istagida bo'ladigan bo'lsa, bugun shuni 10% chegirma bilan xarid qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bizda ikkita voucher bor. Shuni o'zini egalariga topshirsak, siz shu Timur aka, bittasini men tanlasam, ikkinchisini siz tanlasangiz, menga intizom haqida qobiliyat va intizom haqida berilgan savol o'zimga yoqdi, u qizimiz tarafidan. Shuni bersak bittasini, ikkinchisini Timur aka o'zingiz tanlasangiz bo'ladi, mana xursand bo'lardim. bo'lmasa Mahmud singlimiz bir jur'at bilan mani ishga qabul qilinglar dedilar. Shu kishiga kitob o'qing deyildi-ku. Menimcha siz ta'sischi deb o'ylashgan uchun xursand bo'lib ketgansiz kerak. Yo'q, ta'sischi javob berib vaziyat to'g'rilab qo'ydilar-ku. Shunga shu singlimizga bersaydi, o'zlariga kerakli bir kitoblarni olib o'qishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, hammaga katta rahmat. Bilan tarqatib yuboringlar. Hammaga katta rahmat tashrif buyurganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Agar shu vaqtingizdan bir foydali bo'lgan bo'lsa, bir unumli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Agar ma'lum bir qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bu endi birinchisi ma'zur tutasizlar va inshaalloh niyat qilamizki, keyingi tadbirlarimizda xatolarni, kamchiliklarni to'g'rilab boramiz degan. Xo'p, menga tadbir juda ham yoqdi. Nimaga desangiz, Timur aka juda kam odam bilan juda erkin suhbat qila olganimiz uchun o'zi iloji bo'lsa kameralar yonib turishi kerak keyingi safarlar. Odamlar faqat kamerasiz va ichki muhitda bo'lishini his qilsa, yanada erkinroq bo'lishi uchun mikrofonlarsiz ham hatto aylana stoldami bilmadim, qalansa yana yaxshiroq bo'lar ekan. Erkin odam o'zini erkin tutib, mazza qilib suhbatlashadi. Va bugun yana Qamar Trendsetterlikda boshladi, chunki men hali birorta kitob do'konlar aynan xuddi shunaqa kitoblarda kichik bir kitob bo'yicha suhbat qo'yganlarini ko'rmagandim. Shuning uchun ham Qamarda ko'pchilik yaxshi ko'rsa kerak, hurmat qilsa kerak, unga intilsa kerak deb hisoblayman. Kelgan barchaga rahmat, Alloh rozi bo'lsin, xayrli va manfaatli bo'lsin. Rahmat katta. Temurbek, taklifingiz uchun albatta o'rinli, lekin biz to'g'risi endi hamma ham kelib qatnasha olmaydi. Kameraga olishdan maqsad, nasib qilsa buni YouTube platformasiga joylashtirgan holda boshqa odamlar ham manfaat olsin degan fikrimiz bor. Shu uchun shu uchun deb davom ettiramiz. Xo'p, sizga katta rahmat. Shu Qamar kitoblar do'koni nomidan shu hadyamiz bor edi. Salomat bo'ling. Yaxshilik ko'rsangiz, hammaga rahmat. Qiymat klubidan olgan taassurotlaringiz? Bugungi kun juda ham ajoyib o'tdi. Deyarli 2 soat vaqt bo'lgan bo'lsa ham, juda ham o'zimiz uchun foydali bo'lgan va qimmat narsalarni o'rgandik desak ham bo'ladi. Bugungi muhokama qilingan kitobimiz Yagona narsa hisoblandi. Bunda juda ham foydali, o'zimizga kerakli bo'lgan bilimlarni oldik va Qamar jamoasiga juda ham katta rahmatimni aytaman va boshqa bir kitobxonlarni ham shunaqa joylarga kelishlarini tavsiya qilib qolaman. Qiymat klubining aynan sizga yoqqan jihati? Men ko'pincha shunaqa kitob nimalarga tashrif buyurib turaman, lekin hech qachon shu savollar orqali voucher yutib olmaganman. Bu safar qanaqadir omad tufayli voucher ham yutib oldim. Eng foydali bo'lgan joyi shaxsan menda dangasalik odati ko'proq ustun edi. Shu odatimni yo'qotishga harakat qilaman, muvaffaqiyat sari bormoqchiman. Bugungi Qiymat klubidan olgan taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Bugungi uchrashuv menga juda ham yoqdi. O'zi Temurbek Adhamovni shu Osmondagi bolalar loyihasi orqali tanigan edim. Qamar jamoasiga ham katta rahmat aytaman. Bu Qamar jamoasini juda ham yaxshi ko'raman. Shu Qamarga hurmatim baland bo'lganligi uchun shu Qiymat klubini birinchi soniga keldim. Bu yerda shaxsiy rivojlanishga oid va biznesga oid juda ham yaxshi maslahatlar berildi. Ana shu Temurbek Adhamovni maslahatlariga hayotimda rioya qilishga harakat qilaman. Barchaga rahmat.
Sizga bugungi qiymat klubining asosiy yoqqan jihatlari? Avvalambor assalomu alaykum. Katta rahmat shu tashkilotchilarga. Menga yoqqan tarafi shu o'zim qiziqayotgan sohaning mutaxassisi mehmon bo'lganligi va o'zim qiziqqan savolni berib, yaxshi qoniqarli javob olganim. Tashkilotchilarga katta rahmat. Qaysi tur nashriyotda yoki kitob do'konlarida aynan shunday klublarda qatnashganmisiz? Kitobxonlik suhbatlari borganmi? Endi qatnashish niyatim bor, ko'pchilik kuzatib yuraman va bugun vaqtim to'g'ri kelganligi uchun va qamarni yaxshi ko'rganligim uchun bugun kelib qoldim. Katta rahmat tashkilotchilarga. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Qiymat klubining sizga yoqqan jihatlari va olgan taassurotlari haqida qisqacha bo'lsangiz. Qamarda bizga yoqadigan tarafi, xo'p, kitoblarini nima deydi, analiz qilib, tekshirib o'tkaziladi. Nimani bo'lsa, nima deydi, nima qilib aytganda qadriyatlarga moslab sotadi. Nimani bo'lsa sotib olmaydi, shu taraflar yoqadi. Bugungi suhbat ma'qul bo'ldi. Men xabarim yo'q edi. Temurbek bilan kecha telefonlashdik. Shunaqa ertaga suhbatimiz bor dedi. Keldim, ma'qul bo'ldi. Birinchisi ekan bu. Endi qolganini ham bir ijtimoiy tarmoqda kuzatib turamiz, kelishga harakat qilamiz. Shu. Aynan shu suhbatda qaysi jihatlari yoqdi sizga va olgan taassurotlaringiz suhbatdan? Bu suhbatda shu boshida kitob taqdimotini ozgina tushuntirib berildi. Undan keyingi bo'lgan savol-javob holatlari yoqdi. Sabab kimdadir qanaqadir muammo bo'lsa savol-javob orqali yechim topib, kimdir nima deydi, o'zini qiynab turgan narsasiga yechim ololdi-da. Shu holatlar menga yoqdi. Rahmat kattakon.